Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Pedali ekraniga xush keldinglar. Muhtaram qarindoshlar, oldimizga yaqinlab kelayotgan Ramazon munosabati bilan programmamizningki aslida plan qilingan temalarning tartibiga Ramazon haqidagi temani kirgizishga to'g'ri keldi. Inshaalloh bugungi tema orqali Qur'on Karimdagi Ramazonga aloqador belgilarni inshaalloh qaytadan ko'rib chiqamiz, kimni o'z to'liqlaymiz, xatosi bo'lsa to'g'rilaymiz degan maqsadda qalbimizni Alloh to'g'rilab darsimizga quloq solsak, inshaalloh hammaga manfaat bo'lsa deb umid qilamiz. Yaxshi ko'rishinglarni, do'stlarga tavsiya qilib qo'yishinglarni tavsiya qilamiz, umid qilamiz aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Karim ustoz, xush keldilar. Va alaykum assalom. Hammaga Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Cemaatullah'a. Yaxshi. Balduchilagan xo'rozning kallasi uzildi deb konularda gap bo'ldi ekan. Millatning ichida bu Qur'on Karim bilan manbalangan islom diniga qaytish haqidagi fikrlarni izlanayotganlar asli xil ko'p ekan. Ama avamның nadallығы, rənci tanıb malamətlləri, avamның beşida yetekçimen dəvatqan bəzi bir qısım nadan və ғələt bolğan bir qısım kişilərinki üzənginin düşməydiğən, yoki xatalıqını itiraf qılmaydiğən tərəfi tüpəylərin avamdan kildiğən rənci minnətlərə bərdaş berilməydiğən səbəb tüpəylərin qavmni emas, xalilikni özgü hikmet kılıp sanağanlar xili bar ekan. Xeyrimde Allah'ın tağda kısmeti bilen peygamberimiz öllep, o'ttirib chiqib qolgandan bir qancha adam bo'ldik. Hidayla ekranı yillardan beri berib taqdim qilayotgan programmalarda har qaysi mazmundagi sohalardagi fikr sohiblarining qiymatli fikrlerini xalqimizdan o'rtoqlashishda medianing haqiqiy erkinligini, demokratiyaning rolini joriy qildirish uchun betaraf turib kelgan bo'lsakmi, Qur'on Karimga aloqador bu programma kelgan chog'da bandichiligimiz g'olib keldi. Buning uchun biz o'zimiz qabul qilgan yoki bizga ta'sir ko'rsatgan taraflarda yo'shiranmadik. Iqrorimiz dilimizdan tilimizga chiqib ketdi. Rənci minnətlərə zaten aldığımız qılıb durub başladık programını. Bu arada bizga qarta hər xil inkaslarda yoki təlim alamətdə bo'lgan qarindoshlarniki gap so'z, inkaslardagi adab axloq jumlasidan qarasaqmi, g'azab nabrdagi ifodalardan qarasaqmi, bir aqllilar uchun yana nurg'un bishoratlar borligini reallik isbotlab turibdi. Buni aql egalari inshaalloh isbotladi. Biz Qur'on manbalik İslam degan bu programma başlagandan tartib aslida qarindoshlarımızdan kallasida nurg'un ziddiyatlik masalalarni paydo qilib turayotgan yillardan beri biz amal ibodatlarimizda mushu to'g'ri edi deb qarayotgan islom ma'nosi bilan bizga ibodat qilib singdirilgan yoki odatlangan ibodatlarimizdan Qur'onga qaragan vaqtimizda uni topolmagandan keyin uning yeniga Qur'onda bo'lmagan bilan mavadi bor degan shaklda boshqa manbalarni ko'rsatadigan ta'lim tarbiyada cho'ng bo'ldik. Bugungi kunlikda qarasak, bu islom, bu din har qaysi millatlarning milliy aloyidaligi, milliy kulturi, milliy kimligini kuchlantirib, bir rayonda yashaydigan xalqlarning o'rtaq maqsadini qo'lga keltirish uchun xos xususiyatlar bilan ijro qilib bo'ladigan mandaq bir jonliq bir tuzum sistem ekanligini bag'ansa tushunib yetyapmiz. Aning uchun bir qancha yildan beri biz qarindoshlarimizga, shu diniy ulamo qarindoshlarimizga, do'stlarimizga biz kuzatdikki, sizlarning yillardan beri bizning haqqimizda qilib yurgan ishlaringlar yoki ish faoliyatlaringlar, tadqiqotlaringlar, izlanishinglar
bizning ustimizdagi Allohning haqqi yoki dinning haqqi bo'lib ketdi. Sadagan ketaydi, endi millatimizning din ustidagi haqqini tap chiqqan bo'lsanglar deb yolvorgan bo'ldik. Xeyr, bu nidalarımız Allah guvoh bo'lib tursin. İnşallah yezildiği yerlerde. Ahirda sizlar uçqaşqan bo'ldik. Avval vatan millat haqidagi programmalarga aloqador temalarni ko'rdik. Keyin shaxsiy suhbatlarda, ba'zan izohatlarda olgandan keyin bara islomning haqiqatini boshqa bir ko'zdan, boshqa bir nuqtadan qarashni o'rgangan bo'ldik. Boshqa qarindoshlarning toki mushu bosqichlarni besib o'tishib bo'lgan oraliqda renci milletlerini yağdırıştan toxtamaydiganligiga taxmin qilib yetgan edik, bo'layotidu. İnşallah hammalarga sabr, hidoyat tilaymiz. Shu qatorda ham o'zimizga biz hammalar bir vatanning bolalarimiz degan ko'z qarash bilan quchoq ichib, bag'rimizni yiqib turib, yana xushsh muomala qilishga tirishamiz. Sizlardanmi ham Payg'ambar alayhisolamning axloqini, shuning sunnatini da'vo qilgan qarindoshlardan ham shuni talab qilamiz. Səmanlığa salımız. Çünki qılğan hər bir hərəkətlərimizin çoxum cavabını verimiz digəni bilgənligimiz üçün. Mən gəpni uzatıb ötüb qaldım bugün ustaz. Arkadaşlar. Xoş, əmdi gəp sizdə. Mərhəmət. Assalamu alaykum. Dünyanın əxas yerlərdəki hörmətli qarindaşlar, hammalarınız şu vaxt xeyirli olsun. Bugün qarindişimiz deyəndək, şu Ramazan haqqında aldığımızda bir qancha kundan keyin Ramazon kirdiki, shu Ramazon haqida to'xtalaylik. Ramazondan keyin burun tortib ketyapmiz. Uniki bir qism yerlari balkim mujmal bo'lgan bo'lishi mumkin. Qur'on uning qanday javob berdi? Bu haqida bir to'xtalib o'taylik deb o'yladik. Shuningga haqasimiz Hazreti Adem'in uyudu belki tercüm Kur'an'ın buluşu mümkün ama tercüm Kur'an'daki mevcutken diyendek bazı yerlerinin özü onda enik tercüm kılınmaya kapılan burunqı piqiga boysundurup piqi kitapları boysundurulup diyendek aşında tercüm kılınmayan bu başka bazıya aşında yepik kapılan. Şununla ben Kur'an'daki ayetini aynen tercüm kılıp millet gibi düşündüreye edip oyladım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sure Bakara'daki 183. ayetinden 84. iki ayetken bu. Şimdi şundan başlayımız. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum la'allekum tettekûn. Ramazan'daki farz buluş jarayoni, Alloh taolo farz qilish jarayonini bayon qilib, sizlarning ilgirki ummatlarga farz qilinmagan o'xshashla ro'za tutishni sizlarga farz qilindi deb bayon qildi Alloh taolo. Yana burunni tortib, Odam alayhissalomdan tortib toki Payg'ambar alayhissalomga kelgan kitobning hammasida Alloh taolo shu Allah'ın kitabı ergeçken insanlara bir ay roz tutuşunun özünü farz qilganligining özünü mush ayetdan bizga bayon qilyapti. Qanchalik vaqt degan vaqtda ayyaman ma'dudat. Sanaq kunlar deganda hamda bir ay. Bir ay degan oxirsida yana bir oyatlar bor, shundan chiqadi. Yani 30 gün, sanaq kun deganda 30 gün roz tutish yoki bir ay hamda. Ba'zi oylar 30 gün bo'lmaydi, ba'zi vaqtda şunu bir ay rozdumuz. Yani bunu da Allah Teala insanlarını yani Müslümanlarını 4 bölüp bayan kıldı. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Bütün Müslümanlara ortak roz tutuş farz kılındı. Yani bunun için roza tutmagan adamlar tutquni qilib qoldi. Tutanmay qilib qolgan, tutmaydigan mundaq adamlar bo'lib qolsa deganda "Femen kana minkum maridan aw ala safarin." Sizlarning ichingizdan bir qism o'zi og'ir odamlar bo'lsa yoki safar ustidagi odamlar bo'lsa, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boshqa bir kunlarda
aşu san boyunca tutuası buldu. Yani 5 gün ağırıp kalgan bolsa ağırık adam. Ya ki 10 gün bir adam sefer kılıp kelgen bolsa Ramazanın içinde şu 10 gün içi tutanmadı, ağırık adamın öz 5 gün tutanmadı. Kaç gün tutanmagan bolsa şu sebep bilen yani ağırık yoki seferning sebebi bilen tutanmaganligi uchun uni boshqa kunlarda, yani Ramazan chiqib ketgan vaqtida boshqa oyda tutuvasi bo'ladi deydi. Onunğa bir jazo to'lash hech qanday bir narsa kelmaydi. Ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'am miskin. Dördüncüsü ma'lumdu. Birincisi roz tutganlarni hisob qiladi Alloh taolo, ikkinchisi og'riq, uchinchisi safar usuliki. Dördüncüsü esa yutiqunahu. Bu rozun tutuşqa taqat qila oladigan, rozun tuta oladigan ashundaq odamlar rozun tutmagan bo'lsa, bu odamni qanday qildi degan vaqtda fidyetun ta'am miskin. Bir miskinniki bir vaqt tamog'ining o'zini to'laydi. Ya'ni bir miskinga bir vaqt tomoq yegidek pul versin bo'ladi, yoki shu bir vaqt tomoq yegidek bir vaqt tomoqning o'zini epasin bo'ladi. Demakki, yani bu şey ölçem şu, bir miskin bir qatim to'yg'idek tomoq berish o odamning yerniga tushadi degan gap. Ya'ni qasdan rozuni tutmay qolib qolgan odam bo'lsa, u rozniki jazosi bu endi. Jazo bir miskinniki bir vaqt tomog'i kegidek pul verish yoki bir vaqt tomoqni yeb bersa, shu tutmaganning jazosini o'tagan bo'ladi deydi. Bir kunlikmi, bir vaqtmi? Bir vaqt. Ta'amu miskin degan miskinlarniki bir vaqt tomog'ida ta'amun deganning o'zi ko'plik emas-ku, birlikdi bu. Endi buni ma'u nimildi hozirgi ma'u kitoblarning o'zida shu rivoyatlarga asosan buningdagi sadiq fitr deydi bular. Sadiq fitrning o'zini shu uşaq valadan tartib hem adam ayla to'laydi degan narsa, ammo shundan chiqargan uni fidyetun ta'am miskin deganning o'ziga shu sadiq fitr verish kerak deydi. Bu ro'zada sadiq fitr verish degan narsa aslida mavjud emas. Bu nima desa, tutmagan odam jazo o'taydigan gap bu yerda. Tutqanlar hech qanday jazo o'tmaydi. Masalan, bir uyda 5 odam bo'lsa, 5 odamniki 5 odam hammasi ro'z tutgan bo'lsa, u sadiq fitr berishga hech qanday hojat kelmaydi. Ham birasi u yerda 1-2 kun ro'z tutmagan bo'lsa, ya'ni qancha kun tutmagan bo'lsa, shu tutmagan kuniga hisoblab, ammo Londonda 10 kun deb hisoblab o'tgan yil ishlab qilibdi-ki, bir yil qanchalik chiqardik bilmaymiz. Hozir bir qancha lag'manni 15 kun sotgan bo'ldi-ku. Hamda balkim shu 15 kunga to'xtamdiki bir yil. Aslında o'xshash har yerda bir qancha lag'manning puli qanchalik şunun qarta o'zi pulus bo'ladi. Yoki bo'lmaydi uni to'varoq bo'lsa-mi, ham kambag'allik normal hamda oliy bir darajalik tomoq emas, bak to'van darajalik tomoq emas. Shu ikki tomoqni qo'shib o'tirni bo'lsa, masalan, bir non bilan bir qancha lag'manniki pulusini qo'shib o'tirni bo'lsa qancha pul chiqadi misolda. Shuni ba'zi bo'ladi ma o oyatning mazmuni asosan. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrul lah. Endi ortiq berma desa, u ortiq bergani o odam uchun yaxshi chiqqan bo'ldi. Endi o Ramazonda shu Ramazonning haq hurmat bilan yoki bo'lmaydi Alloh taolaning ro'z degan buyrug'ini haq hurmat bilan shu g'ayr musofir, shunday o'zalqi kambag'alligi ancha muncha binas beray deb nafli andaq bersa, u texmbek yaxshi bo'ldi. Ve en tasumu hayrul lakum in kuntum ta'lamun. Eğer siz biladigan bo'lsanglar, sizlarniki ro'zani tutquninglar yaxshi. Ya'ni ro'zqidek o'z imkoni turug'lig'in tutmagandan, tutmay ashuniki jazosini boshqa odam o'tayma degandan eng yaxshisi ro'z tutquninglar tek yaxshi bo'ladi deydi Alloh taolo. Endi bu yerda shu marizan deganning o'zi og'riq deganniki nimasi bu nimada ikki shart bor ekan. Ro'zada Alloh taolo bizga qo'ygan biri og'riq odam tutmusun bo'ldi. Masalan, ba'zi odamlar mening mashda shekar og'irgan bor. O shekar og'riq deganni
şu roza tutmayı, nima roza tutgan vaqtning o'zida uzun kun uzoq vaqtida roza tutsak şeker tushib ketib yiqilib tushadi ekanmiz. Men 3 qatim yiqilib tushdim bu şeker og'rig'ida. Onundan keyin ma qon besim bor deymiz, ashunday muqim og'riq bor odam bo'ldi. Bu bir kun 2 kun saqaymaydi ya, bir oy saqaymaydigan davomli ashunday og'riq. Shu o'zini bir kun yurgan ashunday hamda o'ziga yaxshi qarasa o bir ta'sir ko'rsatmaydigan, bo'lmasa diqqatsizlik qilsa ashunday yiqitib qo'yilgan og'riqlar bor. Bundaq odamlar davomli og'riq bo'lganligi uchun uning ro'zniki keyingi oylarda uni qazosini qilish degan bir narsa kelmaydi. O odamlar ro'za tutmasa bo'ladi, keyin uni qazosini qilim deb yurmasa bo'ladi degan gap. Ammo ayollarning masalasi kelgan chog'da nurg'un odamlar ayollarga nima qilgan vaqtida ayollarniki nima deymiz uni odat deymiz. Odat kelgan vaqtning o'zida ro'za tutmaydi degan shunday qoida nima gaplar bor. U shu kitobdan bor, shu kitobda. Ammo bu kitobdagi nimalar Qur'oni Karimga ash tarafdan uyg'un kelmaydi. Buning uchun u amaldan qoldirildi Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha. Men doktorlardan so'rab ko'rdim uning o'zini. Hamda shu oylik kelsa ayollarning shu odati kelgan vaqtning o'zida og'riq deb hisoblamdi desak, ya u odat shu yüzden çıkıp durdu zaten adetteydi o da depçi. Yani kitlemez. Yani o ağırlık emez. Ağırlık bombagandakin o adet kelgen vaqtimi ayollar ro'ztudu degan gap. Uni og'riq deb hisoblamaymiz degan gap. Alloh taolo bu Qur'onda ikki xil odamga, ya'ni og'riq yoki safar ustidagi odamlar qancha kun ro'za tutmagan bo'lsa, shuncha kun o'zi ro'za Ramazon oyi chiqib ketgandan keyin boshqa oylarda tutsa bo'ladi deb mayda ruxsatni qilgan. Ammo Alloh ayoli desa, uni og'riq deb hisoblaganligi uchun u ro'za tutish kerak degan gap. Buning o'zini Qur'oni Karimdami shu odatning o'zini og'riq demaydi. Azo deydi-ku. Azo deganning o'zi odamga bir xil nim bergan nima deymiz uni? Biraz ses puraydi bu narsa. Shu ses purg'dan atrofiga odamga azo bergancha. Mandaq bir narsa degan ma'nodagi kelima u. Shuning uchun bu yerda Qur'onning o'zimi undaq ayollarning o'zini og'riq deb atamaydi. Og'riq deb atamagandan keyin bu ayollar ro'za tutish lozim degan gap. Bir qism ayollar bor. Nayli jiqib ketib, uningdan keyin o'zi besh qayib hokazo qildigan. Bu ayollar shu boshqa ashuniga jiqib ketish sababidan og'riq holatga o'tsa, u vaqtida u ayollar tutmasa bo'ladi, shu marizan degan nimaga oyat to'g'ri keladi. U boshqa oylarda qancha kun tutamagan bo'lsa, boshqa oylarda tutuvasi bo'ldi. Va lekin kasım nurun ayollar normal turdi. Undaq ayollar ro'za tutish kerak degan gap. Yani hayızlar deb tushunib keldik hozir qadar. Hayızlar ayollar ro'za tutuyordu. Ro'za tutuyordu. U faqatla namozni o'qimaydi. Namoz o'qishga degan vaqtda u kelgan narsa nijosat. U chiqib turgan ekan-ku. O namoz o'qimaydi. Lekin namozga tahorat edish farz. Tahorat degan pokiz bo'lish degan gap. Bu pokiz bo'lmagandan keyin o vaqtning o'zida demakki namozning sharti to'g'ri kelmaydi. Uning uchun u nima qiladi? Namoz o'qimaydi, ammo mayda og'riq degan shartga to'g'ri kelmaydi. Og'riq emas qanday ayollar. Unda bo'lgandan keyin ro'zasiz degan gap. Qur'oni Karimda bir narsani bayon qilsa, uniki nima sababdan degan shartini o'tirib qo'ydi-ku. Shartni shunday to'g'rilasak, andaki o shart tushadi, tushmaydi. Tushmasa, shu ishni qiladi. Agar tushsa qilmaydi. Undaq narsa-da bu. Endi normal bu iste'molimizda men og'rib qoldim deb ishlatib keldi ayollar yoki boshqa standart nimani ishlatmaydi. Hayızlar
yoki odat ko'rib qolgan, oy ko'rib qolgan degan gaplarni ozroq ishlatib, men og'riq deb siyliq yetib o'tib ketadimda. Ashta bo'lg'achqa og'riq kalimasidan ham og'riqqa tatbiqlab ketadigan o'xshaydi. Yo'q, aslida undaq emas. Ma kitobda, shu fiqh kitobda ashta yozib qo'ychu. Shuni deyapmiz. Endi bu ma Qur'on orqali o'zimizniki bir qism ishlarni isloh qilaylik deyish ibodatdan shunday bir qism qo'shilib qolgan ya erilib ketgan yeri borchu bu. Chunki arabniki odatida hayzdor ayollar shu hayz ko'rgan vaqtning o'zida ularga nayati nima deymiz nijosatga o'xshash shunday bir xil seskinib qaraydigan bir xil odat bo'lgancha shu vaqtning o'zida. Undan keyin uning nurg'ulg'an shartlar va masalan shu nimildi boshining o'zi shunday ayollarniki ayol bo'g'ini to'yg'izadigan bir qism shunday ishlar mavjud. Ammo Qur'onda degan vaqtda Qur'onning o'zida uni og'riq deb hisoblamaydi, azo deb hisoblaydi. Zaten uning o'zini nimadan o'zini odat deydi. Bizda uni ayollar odatda bir xil o'ziniki badan qurildiganmi, shuningga og'rib qoldim deb ozroqla gapni chapa yepib, chiroyli o'tkazib o'tish uchun odat deydi. Bunisi og'riq emas u amaliyotda. Shuning uchun bu yerda Qur'onda ikki xil shart bor. Bir odam og'riq bo'lsa, ya'ni bir ayol yoki er bo'lsin, og'riq bo'lsa, yoki safar ustida qolsa, tutmay boshqa kunlar tutsa bo'laverdi. Endi ma'ni o'zi og'riq deydi degan vaqtda ayolning odatining o'zini bu odat amaliyotda og'riq emas bu. Uning uchun Qur'oni Karimda og'riq degan shart tushmaydi degan gap. Shuning uchun bu ayollar ro'zasida degan gap. Buniki yana bizning oramizda mujmal bo'lib kelgan yer Ramazon borasida va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin degan mushuni o'zi mujmal bo'lib kelgan. Yana ro'za tutishga toqat yetadigan odamlar ro'za tutmagan bo'lsa qanday qildi desa, ba'zan 60 kun ro'za tutdi deganda shunday narsani davrga ochdi borku. Bundaq emas. Bu odamlar har kunlik tutmagan ro'zasi uchun uning jazosi bir miskinniki bir vaqt tomog'ini to'lab berdi degan gap. Shunga oxirsidagi oyatning o'zi mana shuni izohlab turdi mana. Faman tatawwa khayran fa huwa khayrullah degan o'zi ortiqcha bersa, u nimaning o'zini. Alqi miskinligiga, faqirligiga beradigan narsani jiqaroq odamlarga yoki birga bermay 5-10 odam berma deb manda qilsa, u texnik yaxshi bo'ladi. Chunki jiq yaxshilik qilganlik degan yaxshi ishda u. Va an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun degan oyatning o'zi shu yutiqunahu degan oyatning o'zini uch oshkora izohlab turdi endi. Sizlar ro'za agar bilsanglar ro'zani tutqininglar yaxshi. Ana kel pidesini o'zini jazosini to'layman degandan uni ro'zani tutqininglar o sizlarga eng yaxshi shu bo'ldi. Ammo tutmagan bo'lsanglar, ma jazosini mushtab o'tsanglar bo'ladi deb Alloh taolo bizga uning o'zini buyurgan. O sadiq fitr verish aslida nimada Ramazonda har odam beshiga majlisni sadiq fitr degan gap Qur'onda yo'q. O sadiq fitr degani jazo shu. Odatda. Bu jazoni ro'zani tutmagan odam to'laydi. Uningdagi ro'za tutish yeshig'i bo'lmagan bolalarga, ro'za tutish yeshig'i kelmagan bolalarga ham ro'za farz emas, ularga o'zi hech qanday jazo to'lashga hojat yo'q. Hozirgi vaqtda bir o'y masalan bizning uyda 6 odam bor, 6imizda kichik bolam u ro'za tutmaydi odatda. Ashuni tatbiqda tug'ilgan bolaning hammasiga sadiq fitr berdi degan bir gap bor-ku. Uni jonning zakati deb degandoqqa. Ya unda emas, jonning zakati olandi. Unda gap yo'qmi? Unda gap yo'q. Buni da fitr deydi.
Şu fiqh kitabında bu onda emas. Nemede Qur'onning o'zida jazo o bir narsaga bir odam bir narsani to'lash deganning o'zi bir xatolik o'tkazdi degan ma'no chiqadi. Jazo u yerdagi narsa. Hamda oyatda oxirgi "Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun la" degan oyatning o'zimi hamda ro'z tutib bir tarafdan ba'zi odamlarni hozirgi vaqtda millat ashanaqa kirib ketishlik ro'zni tutib o tepsi yana bir narsa berim desa ya ko'may tutmay o adam bir adam berganning o'rnida 8-10 adam berim desa masalan ortiqcha bu texnik yaxshi bo'ldi degan gap. Yaxshi bo'ldi. Lekin bu yerdagi biz bilib olgan nuqta nima degan vaqtda bu jazoni tutmagan odam o'taydi. Tutishga imkoni bor. Salomatligim yor berdi. Musofir yoki og'riq emas. Mushundaq turgan odamning o'zi tutmagan bo'lsa, uning jazosi har kunlik ro'za uchun bir miskinniki bir vaqt tomog'ini berish degan. Endi buniki Ramazonniki nima uchun tutganligimiz, uniki tutish maqsad nima degan bunda bir o'zi savolim keldi. Bununla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sure Bekara'nınki 185 ayetin 86. ayetin şikayetken Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel-hudâ vel-furqân. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Bu ayetin o'zidagi Ramazan ayida ro'za tutishning maqsadi nima degan vaqtda u Ramazan ayida Qur'oni Karim tushirilgan oy. İnsanlar hidoyat va insonlar bilmagan narsani bildirish maqsadida Alloh taolo insonlarning orasida to'g'ri va xatoni ayirib berish maqsadida tushirgan bir Qur'ondan iborat bir kitob bor. Mush kitob tushirilganligi uchun uniki haq hurmati deymiz hamda mushunda üçün o'zi bir ay ro'za tutgan gap. Bu bir o'zimizga bayram qilgandek bir ish endi. Bizga bir nihoyat o'zi katta bir kitob Alloh taolo tarafdan o'zimizga bizning yo'limizni oydinlashtirib beradigan, ishimizni hal qilishga yordam qiladigan shunday bir kitob tushdi deb, shuning uchun ro'za shuning uchun o'zi ro'za tutiladi degan gap endi. Shahr Ramazon allazi unzila fihil Qur'on va degan. Faman shahida minkumu shahra falyasumhu. Kimki şu Ramazan ayida ro'za tutishga hozir bo'lsa, ro'za tutsin. Yani og'riq qolmasa, ya ko'maydi, safar ustida bo'lmasa, bu odam ro'za tutsin. Va man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bayatın degan shu, agar og'riq yoki safar ustida bo'lsa, boshqa kunlarda ro'za tutsa bo'ladi. Alloh taolo yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Allah Teala sizge yengillikning o'zini iroda qildi. Herkesin qiyinchilikni iroda qilmaydi. Yani og'riq bo'lsang tutsa, safarda bo'lsang tutsa deb Alloh Teala sizga bir qiyinchilikni qilayotgan ishi yo'q. Agar ashunda qilib qolsanglar, boshqa kunlar tutsanglar bo'ladi deb sizga yengillik beryapti deydi. Va li tukmilul iddata va li tukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun. Sizlar uning uchun sonning o'zini to'liq tutinglar. Yani bir ayının özüne tuluk tutundu. Tuluk tutup olgandan keyin veli tukebbirullaha ala ma hadakum ve leallekum teşkurun. Sizlarni Allah Teala hidayet qilganlikda Allah Teala shukr qilish maqsadida Allah Teala takbir aytinglar. Yani Ramazan tugagandan keyin namoz o'qiymiz-ku? Hayit namoz. Şu heyet namaz okuğa vaqtda Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber ve lillahil hamd deb tekbir etip iş hareket Allah Teala şükür qilib ma'lum tashkurun deganni. Xotirjam tinch aman bir ay ro'zani tutib olganlikka Allah Teala şükür qilib Allah Teala bizga dunyo va oxiratda bizning o'zini baxt saodatga erishtiradigan bir Qur'ondan iborat bir kitob tushirib berganligiga
Allah Taala şükür qilib, rahmat aytish yüzünden Allah Taala tevbe etib, 2 rakat namazını o'qib şükür qilamiz degan. Bu heyit namazı Kur'an yok degan gap bulanğandı da ötkendan kasarlarda. Bunda emaskin-de Allah. Endi bunun o'zi her adam o'zining o'yida shukr qilib bundaq o'zi bu tevbe etsin bo'ldi. Va lekin buni shu jamoat bilan odatda vali tukabbirulloha ala ma hadakum degan oyatniki ko'plik turiga asosan bir yak yig'ilib heytin muborak bo'lsin, natijaman o'zi heytin nima Ramazon o'tkazibsizlar, Alloh qabul qilsin deb birisiga chiroyli tilaklarni tilabchi. Bunda qilish nihoyatda yaxshi bir ish endi. Buning uchun bu yerda bir yer jam bo'lib namoz o'qishga namoz o'qing degan oyat yo'q bu yerda. Lekin mush oyatning mazmuniga asosan bir yer yig'ilib Alloh taologa tavba etib, undan keyin 2 rakat namoz o'qib qilsa bu yaxshi bo'ladi degan gap endi. Shuning uchun bu hayit namozining o'zi farz emas. Vojib deydi, ba'zi mustahab deydi. Mush oyatga asosan endi shu mustahab deymiz endi. İkinci terpi yana o Ramazan ayıniki nihayet özü biz şunda bir ay roz tutup özümüzün şunda özü Allah Taala şükür kılış yüzüstün aşında kılışniki yan bir sebep neyim diye vakıda Kadir Suresi'ndeki 1. ayetinin 5. ayetilik Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma adrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min alfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Muş ayetinin özde biz Kur'an-ı Kerim'ni Kadir Keçisi düşürdük deydi Allah Teala. Muş Kadir Keçisi'nin özüm şu Ramazan ayının içinde bu başka ma yuqorqi ayetinin özü şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayda Kur'an-ı Kerim düşürülgenligi üçün şu ayda roz tutuşqa tayyor bo'lgan tayyor odamlar roz tutsin deb Alloh taolo buyrug'ini tushirganda Qadr surasining o'zidami va ma adrak ma laylatul qadr qadr kechasi degan qanday kecha ekanligini sen qanday his qilyapsan deydi Alloh taolo. Laylatul qadri xayrun min alf shahr. O qadr kechasi degani 1000 oydan yaxshi. Bu 1000 oydan yaxshi deyishlik sabab nima degan vaqtda Tenezzalul melaiketu ve ruhu. Nurgun adam var. Kadir keçisi bek uluk deydi. Kadir keçisi şunda bek uluk mu ya ki Kadir keçisi düşkenez uluk mu bu yere? Digen bu işkenez var yani. Digen vakti Allah Teala o yere deydi ki Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiyâ bi'izni Rabbihim min kulli emr. Melaikler ve ruh o keçide özünün Rabbinin izni bilen, ruhsatu bilen bütün öz emir fermanlarının özünü gep düşüşke başlayan bir keçe. Yani Ramazan ayının içinde bir keçinin özünde Peygamber Aleyhisselam'a vehiy düşüşke başlayan şu Ramazan ayının içindeki bir keçedir de bu yerki o nait ulug' narsa nima degan vaqtda Alloh taoloning o'sha min kulli amri, butun amirlari. Yani mushu tushganligi uchun deydi. Tushgan ulug' narsa mushu degan gapimda. U kechini alayda kech qilgan narsa, yani Alloh taoloniki ani yanglan, mani yemangni, mani qilingni, ani qilmangni, ma to'g'ri, au xato deb Alloh taolo Qur'oni Karim bayon qilgan, bayon nimalar bizga o'rgatgan ta'limotning o'zi ulug' narsa mushu deydi Alloh taolo. Bunu 1000 ayın yaxşı deyishlik sebep nima degan vaqtda 1000 ayning o'zini men bo'lib vaqtim, bo'lsam 84 yil qancha oymi shunda bo'ldi ekanchi? 83 yil. 83 yil 6 oymi ya? Ayndaq bilasiz oldik 84 yilga yetirayman. Bu nimani bildirdi desa, bir odam shunda hali endi uzun ömür ko'ribdi deymiz, 84 yoshga kirganimizmi ya? O'qlar uzun ömür ko'rmisimiz, zaten shu hali uzun ömür ko'ribdi, ma odam deymiz endi. Aşınçilik ömür ko'rgan odamning o'zimi bir ömür, yani 84 yil
beşini kötemey oturup şunda öz izlensimi erişemaydigan derecedeki bir kitap Kur'an-ı Kerim. Bunu bayan kılıvatı Allah Teala. Bu yerdeki neyse o kadar özü insanga o kadar ihtiyaclık yani insan aşınlığa şunca ihtiyaclık özüne doğru yolunu tepmeniş ve her xil özü sistemini berpa kılış her sahada insanga o kadar özü muhim bolgan neyse başka insan bir ömür tirissimi onun için bir narsa keltiremaydi. Onun için bu muşunçalar kattı bir narsani tushirpaganligi uchun insonlar ashunga yuqori oyatning o'zidagi la'allakum tashkurun degan mazmunga asosan Alloh taoloniki shu Qur'onni iborat shu kitobni bizga tushirpaganlikka shukr etish yuzasidan biz bir oy ro'za tutganmiz. Buni deyapti Alloh taolo. Endi ro'zni qanday narsa sundirdi? Ro'zda qanday ishlar qilamiz, nima ish qilmaymiz degan buni o'zini bilib olsak bo'ldi. Qur'oni Karimda Sura Baqaraniki 187-oyatida uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها وكذلك يبين الله آياته للناس لعلكم yattaqun degan mush oyatning o'zi daftarda. Ramazon kechasi ayollarga chaqchaq qilsangiz bo'ladi. Buni masalan yeporat deyapti endi. Munosabatda bu. Yaqinchilik qilsam bo'ladi. Halol qilindi. Hunna libasul lakum va antum libasul lahunna. Sizlar ular uchun bir parda ular sizlar uchun perde. Bu ne demek dese, o oturup boğan vakadın özünü başkalarının devjürücü olmaydı. O ayol mu başka dost buralar eşkandak adamı deydiğen gepemez, erler deydiğen gepemez deyin. Alimallahu ennekum kuntum tehtanun enfusakum. Allah Teala sizniki nefsanlığa, yani özel nefsanlığa, özel hıyanet kıldığanlığına bilgen etti. Bunun için fetabe aleykum. Sizlerin tövbeni kabul kıldı ve sizni keçirdi. Pel'ane başiruhunne. Hem de bunun dekin mübaşiret kısanlı buludu. Ve betegu ma ketebellahu lekum. Ve o'zi Allah Teala yazgan narsani izlesanlı buldu. Yani bunu da ne deyimiz onu? Baltapsanlı buldu deydi. Perzent izlesanlı buldu deyin. Ve kulu ve şrebu o keçide yep issanlı boludu. Kaçangıçlık hatta yetebeyyene lekumul haytul abiyazu. Ahlık yani tang akağıcı demdik. Tang akağıcılık issanlı bolup deydi. Minel haytul esveri diyenine, minel peciri diyenine tang yoğurguçılık yani mandaşetka vaxtında tang yoğurguçılık issanlı boludu. Muş ayetin özden keçide hem de yep issanlı boludu, mübaşiret kısanlı boludu deganning o'zidan ro'za vaqtida yana ro'zqa vaqtida yana diğerligi biz zoni yeymiz kechda iftor qilish oraliqda mübaşiret qilish va yeb ichish bu narsaning o'zi bo'lmaydi degan gap. Yana ro'za tutgan odamga 3 xil shart bor. Mübaşiret qilishga bo'lmaydi, yeb ichishga bo'lmaydi degan gap. Muşun üçniki birisini qilsak, ro'za qazo o'qiydi. Ondan keyin summatimus siyam edillaydi. Sizlar aytganda tang aqagandan boshlab, tang aqaganda o'zi yeyishni to'xtatgan bo'lsanglar, atimus siyam edillaydi. Kech o'g'chilik ro'zani to'liq tamomlashinglar kerak deydi Alloh taolo. Bundan degan gap desa, kun o'ltirg'ichi yemasliginglar kerak degan gap. Yani bu yerdeki neyse
kun o'ltirib yeb ichish, muboshirat bu narsaning hammasi sizlarga cheklanadi degan. Bu harom narsa emas. Faqat Ramazonda qilishga bo'lmaydi. Muboshiratning o'zi harom emas. Yeb ichish bu harom emas, ammo faqat Ramazonda qilish cheklanadi. Ramazonda qilsak, ro'zni buzadi degan gap bo'ldi. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Sizlar masjidda e'tikof turayotgan vaqtidami muboshirat qilsang olmaydi ayoling bilan. Bu vaqtda e'tikofni buzadi. E'tikofning o'zida Ramazonda jiq odamlar e'tikof qilgan ishlar bor, u yerda ham yemaydi, ichmaydi, ham muboshirat qilmaydi. Ramazon bilan o'xshash bo'ldi degan. Tilka hududulloh. Men yuqorqilarning hammasi Ramazon haqidagi Alloh taoloning belgilamasi. Bu uchta narsani ching tutsak bo'ldi. Yemaymiz, ichmaymiz, muboshirat qilmaymiz. Ro'za tutgan odam. Satgap qilsa bo'lmaydi, andamani satgap qilish, yanbi narsa, o'lqa g'ayvat qilish buning o'zi Ramazondan sirtdan bo'lmaydi. Bu Ramazonning ichida g'ayvat qilsa bo'ladi, g'ayvat qilsa bo'lmaydi degan undaq nima emas, shu bir odam islomni qabul qildimi? G'ayvat qilish, birisi bo'xton chaplash, ish qilib, Xudo cheklagan ishning hech qaysini qilishga bo'lmaydi. Ham uningga plus hamda qo'shib Ramazonda qilmaslik tegishli ishlarni, ya'ni 3 ga qo'shildi ham shada. Muboshirat qilmaslik va yeb ichishning o'zini qilmaslik. Fala taqrabuha. Sizlar bu Alloh taolaning belgilamasiga yaqinlashmoqmi? Ya'ni chegarasiga yaqinlashmoqmi? Chegara yaqin bo'lgan ekan, chegarani o'tib qo'yish ehtimoli bo'ldi. Shuning uchun u yerga yaqinlashmoqmi? Kazalik yubayyinullohu oyatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. İnsanlar xatolikdan saqlansin degan umidda Alloh taolo oyatlarni yuqoriroq tunishtirdi. Endi bu o'tgandan beri azroq degan, ammo Ramazon vaqti bo'lgan degan deb qo'yaylik. Nurg'un qarindoshlarimiz bor, hamda qomida iftor qilsa, zamzamda iftor qilsa, nima iftor qilsa savob bo'ladi deydigan, anda kelqi har xil qarashlar bor-ku. Qomida, yo'l qomida Şutu iftor qilish deb. Shundaqa iftor qilsa nima bo'ldi? Ammo bu hech qanday o'zi mustahab yoki sunnat yoki hech qanday narsa emas. Uyda nima bo'lsa shuni olib iftor qilsak bo'laverdi. Qanday suv olsa, shu normal suv olsa bo'laverdi. Uni iftor qilsak bo'laverdi. Ammo atayin uni zamzam suvi olish kerak yoki olmaydi, xom olish kerak degandek bunda bir narsa o'zimizga quyib olish. Bu Qur'oni Karimda bu deyilgan narsa, lekin bu musulmon yashayotgan yer, hozir dunyoning har qaysi joylarida yashaydi. Nurg'un yerlarda xom chiqmaydi misol. Angliyada xom yo'q. Bozor sotadi odatda, hozirgi vaqtda hamma narsa bor. Lekin u 5 kilo narsa olimda 50 koy turdi bu yerda hozirgi vaqtda 1 kilosi 10 koy. Mayaniki nemizda bir normal bo'lgan bilan ba'zi yerda 50 koy degan nurg'un pul odatda. Shuning uchun illaki aşnaval qilmasak bu ro'zum bilan o'xshaydi. Aşnaval qilsak ro'zimiz bak yaxshi ro'zu degan o'xshaydi degandek menda qarashda bu qilishimizmi bu bak to'g'ri narsa emas. Uning uchun buni deb qo'yildik. Atayin zot mushi bo'lmasa bo'lmaydi yoki mushuni qilsak bak yaxshi savob bo'ladi, jiq savob bo'ladi degandek menda ko'z qarashning bo'lishi bu xato. Mush xomad qildik nima, olmanash qildik nima o'xshashlar. Masalan Ramazon vaqtlarida o'tirasiyalda ba'zi vaqtda yoz vaqti keldi, bog'da meva pishidi, ash meva qilsak bo'lardi, misol qovun tavuz hamma narsa o'xshash. Alloh taolo yaratgan mevalar. Daryod eqiyotgan suv bilan zamzam suvining hech qanday farqi yo'q. Unda bo'lgandan shu o'zimizniki ichayotgan odatki suv bilan iftor qilsak bo'lardi. Ammo ana qilsak alaydi bo'ldi degan, bu Alloh taolo yaratgan
meyvelerin arasında bazılarının alamet özü alaylık köstüş o Xudodagi məxluqlar arasında fərq payda qilish bu to'g'ri narsa emas. Bunu deb qo'yaylik. Ondan keyin yana bir masala bor. Bu Ramazonda jannatning eshigi ochilib ketadi, jahannamning eshigi yopilib ketadi. Deygan mushundaq nima bor? Bundaq gap bor. Bu o'zi mushu nimada rivoyatlarda bor bu. Rivoyat edilishlarda bor, mushu sahihlardan bağlayma. Ama bunda bir iş yok. Cennet kanının, cehennem qanday qadam geçirildi, cennet qanday qadamga geçirildi. Bunu Allah Teala bayan kıldı. Bunun özünü kişiye düşünüp koysak buludu. Misal cehennem qanday qadam geçirildi diye vaxtda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sure A'raf'niki 40. ayetinde İnnellezîne kezzebû bi âyâtina vestekberû anha la tufettahu lehum ebvâbus semâvâti ve la yedhulûnel cennete hatta yelicel cemalu fi semil hayat ve kedâlike neczil mujrimîn. Bizning oyatlarimizni yolg'on chiqargan va bizning oyatlarimizga takabburlik qilgan bundaq odamlar bo'lsa, uningga osmondagi eshiklari ochilmaydi. Yani Allah asmanın işleri diyene Allah'ın rahmeti Allah'ın işleri açılmaydı. Vallahi yedhulûnel cennet. Ular öz cennetim kıramaydı. Hatta yelicel cemalu pisemil hayat. Tövge jınının tüşünün ötküçülük deydi Allah Teala. Jınının tüşünün kaçar tövge ötüdü şu vaxtda adamlar cennet kıramaydı. Jınının tüşünün tövge tamdı ya. Çok jını var söyle falan. Yani onu baş adetki o kimçiler janın deyimiz var. Onda bu adetkin mümkün emas diye ben bu. Mümkün emas diyen nesige ne kılıp Allah Teala ularınki asla cennet kiramaydı Allah'ını. Bayan kılış için bu yerdeki mümkün emas ifadesini bildiriş için hatta yelicel cemalu pisemil hayat diyen şu neymen aynı tarafta. Şunun için özü cehennemin işi kadar geçirip gelirse Allah Teala'nın ayetlerini yalgana çıkaran, Allah Teala'nın ayetlerindeki tekabburluk nime bu deydiğen ve Allah Teala'nın emir fermanlarının özünü urundumaydiğen. Bunda ademlerge Allah Teala'nın ne özü cehennemin işi geçirildi, cehennemin işi geçirildi. Cehennemin işi bu nimede Ramazan'da takıldı diyen hiç kadar bir ayet yok Kur'an'da. Eğer Ramazan takılıp kalsa mevzum cennettir diyen gap vardı. Çünkü mevzum şu nimede Ramazan içinde tutken bu. Teva münasebetsiz lekin mürəşədə mezmun alaqlar yani bir sual var. Ötken aldığın katılmak dersine sizler azı cennet devzak yok yani daha yaratılmadı. Kıyamet günü meşergahın kin diye şekilde bir nimbeldi. Evet. Çok belli. Evet. Adır Ramazan'da işler izbildi, takıldı diyen gep oldu hem de. Ders yok işte. Nerede takılır, nerede işledi de. Ma ayetlerin özü bu fakat kıyamet günü açılgan ayetler bu. Kıyamet günü bu adamlarga özü cehennemin işi açılganlığını bayan kıldı bu. Başka nurlu ayetler var. O ayetimiz kıyamet günü ular cehennem kirdi, kıyamet günü cennet kirdi deb ayetler var. Demek ki cehennemdeki işi ular kıyamet günü açıldı. Ama o rivayetindeki nesne mi diye vaxtda hazır vakti gösterdi. Hazır açıldı, hazır yapıldı. Hazır cehennemde cennet yok hem de o. Çünkü kıyamet kayım olacak ne oldu dese Kur'an'da ayet var onun kartta Allah'ınki erişsin başka işin kalmaydı. Şu vaxtda Allah'ın erişsin 8 perişte götürüp durdu diye ayet var. Evet.
Fakat hem nerse vayron bo'lib ketgan vaqtda jannat jahannamning o'zi qolib qoladi demabdi Alloh taolo shayda. Belki o vədiki köz tutqunu bu şey insan bilen cinler yaşaydigan makanның gibidir o. Hem cennet cehennem degandeki şu kıyametteki cennet cehennemni ne qilsak biz bunu bildirdik. Hem dünyadagi cennet cehennemni hisoblagan vaqtda dunyodagi cehennem mush qiyin zulm tortayotgan bir hayot. Cennet bir rahat ko'rayotgan bir hayotni tasvirlaydi dedi. Bo'lmasa bu yerdagi bir boshqa bir dunyoda cennet cehennem bor deb bir narsa yo'q. Uning ustiga cehennem bil cennetning o'zi sohira degan bir insonlar qiyomatning sohira deb bir zaminda bo'ladi, tuzlanlik. Shu yerda o cennet cehennem aşağıda bo'ladi degan o'zi maxsus Qur'onda oyat bo'lmoqda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu odamlarga cennet cehennemning o'zi, ya'ni bu oyatning mazmunidan qanday vaqtda o'lib ketsin bu odamlar. O qiyomat kunsi bunun cennetning eshigi ochildigan aşı olsunmu, kıyamet günü açıldı. Cehennemning eshigi ochildigan aşı olsun, kıyamet günü açıldı. Hozirgi vaqtda o yok. O cennetul cehennem. Buni maxsus aşı cennetul cehennemni bir kun to'xtalamiz. Shu vaqtda tafsili bayon qilamiz. Uningga bir tayyorlik qilib. Hozir cennet cehennem yo'q dedi deb uning xabuvatga odamlarga xapulishning hech qanday hojati yo'q. Kitap görsün oldu adamlar. Kur'an'ı cık görsün. Şunu ola bu adamlar Kur'an'da müştahı deyip deydi. Ma cennetin özlü mü? Cennet şu roz tutan adamla geçildi. Ya ki neymi? Rozlu geçildi diyen gibi emez. Yani kıyamet günüsü cennet yaxşı adamla geçildi. Ben şu neymi de Sörbekan'ın 82. ayette وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İman etip yaxşı iş qilgan adamlar cennetning egilari oldu, cennetde mangu bo'ldilar deydi Alloh taolo. Yani bu Sure Bakara'daki 38-39. ayetinde قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bu ayette mi uçuk çıkıp durdu yani. Ulanı Allah Teala bağcıdan çıkanlar. Bu Adem Aleyhisselam'ın avanımız ne? Şu dünyada gör bağcıda yaratkan bu kaşka o bağcıda cinayet ötkezgendik ulanın özünü çıkarıp etkende فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ sizlerge benim bir hidayet kelse, hidayet diyenin Kur'an neyme? Kitap. Allah Teala'nın kitabında vardı. Bu minik hidayetim var. Yani doğru yol gösteren şu kitapta minik hidayetim var. Kim ki ergeçse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bu korkup kaygırmaydı. Yani minik alıp kadar hükete kaygırış hacet yok. Çünkü o yakışıkan adamlar, iman edip yakışıkan adamlar, o kaygırış hacet yok, o cennet girdi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bizim ayetimizga işletmey, onun yalan çıkaran adamlar dözlerin egileri buludu. Ular o dözlekte mengü kaldı. Yani cennet kandak adam kirdi, cehennem kandak adam kirdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de uçuk bayan kılıklık. O Ramazan ayının içinde ölüp gelse cennet kirdi diyen gep hiç kandak bir yer yok. Aşı Ramazan ayı olsun, kandak ayı olsun katnezer, kandak gün olsun, kaç saat olsun katnezer, Allah'a hakik işergen ve yaxşı iş kılgan adam cennet kirdi. Kur'an'daki hüküm bu. Biz özümüz bana tep kılsak, biz Xuda hakiktir işerdik mi? Allah Teala buyurgan emir fermanlığımız boysunduk mu? Kımma diyenin özünü kımmadık mı? Ben boşuna dikkat kılsak boludu. Eğer şundak bolsak, o vaxtda bizim akıbetimiz yaxşı oldu yani. Endi bizniki xalqimiz yoki musulmonlarni hozirgi vaqtda nihoyatda nima deymiz? Ramazonni bir xil bir
nəhayət adamlıqı ifadə olmayan bir xil halətdə bir düşünüş var. Çünki Ramazanın özdə insanlar roz tutqanda ekan, xeyir ihsan və kaza bütün işlərdən hamısı şu Ramazanda zakat veriş, oxşaş, xeyir ihsan qilishni tart, namaz cih o'qib olganni tart, hammasini şu Ramazan qilgan bir ishlar var. Şuniki birisi şu nima? Taravih namaz. Endi bu yerda taravih namazının özünü bununla Peygamber Aleyhisselam zamanında uqamı diyen qarta hiç qanday bir rivayet yok. Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam taravih namazı o'qimagan hiçbir zaman. Hem şu yerde bir keçide bir namaz o'qiyotgan vaqt atrofiga odam yig'ilib itkaf qilgan odam bo'ldi emasmi? Shunga o'xshagan odamlar atrofiga yig'ilib birinchi axshimiz qilgandan keyin ular bilan o'tirib bir namozni o'qib Peygamber Aleyhisselam itkaf qilgan bo'lg'ashqa. Undan keyin ikkinchi axshimizni qilgandan keyin yana birinchi odam yig'ilgandan keyin bular mening bergan shu nimani o'qiydi degan taravih deb atgan hech qanday narsa yo'q-da. O'zlik odat o'qiydigan namozni o'qib kirgitlik. Üçüncü akşam soğanca bunda qarsa meşitlik toşqandan keyin bu iş başqacha ekan bular, buni boshqa tushunayapti deb Peygamber Aleyhisselam bular o'qimagan degan shunday o'zi so'zlar bor. Yani bunu qanchalik rost qanchalik yolg'on bilmaymiz. Lekin Peygamber Aleyhisselam hayot bo'yicha taravih o'qimagan, 4 xalifaniki taravih o'qiganlik haqida hech qanday rivoyat yo'q. Uning o'zini Hazrat Umarning zamonida shunday o'zi taravih o'qibdiki, andaki Umarning o'zi nima degan yaxshi bid'at tepdiki, buning o'zini o'zi o'qimabdiki degan shunday o'zi besini imom qildi degan shunday hikoya bor. Bu hech bir zaman o'zi uning nemasi yo'q, asosi yo'q bir hikoyada bu. Shuning uchun taravih o'zi ve taravih o'qima degan gap yo'q, namoz o'qima degan gap yo'q. Ammo bu Ramazonda taravih o'qimasa ro'za qabul bo'lmaydi degan o'xshash bundaq o'zi gaplar bu hammasi behuda gaplar. Buni bilib qo'ysak bo'ldi. O'qimsizlar, o'qimasizlar o'zi anlash. Kecha o'zi oqshimizdan boshlab ertagidagi zo'rlik yig'ish orliqda 1000 rakat, 100 rakat namoz o'qimsa unga ishim yo'q. Va lekin buni aniq deb qo'ydigan narsa shu Allah Teala Kur'an'da buyurdu mu mesela? Bizde üstümüzdeki bir vazife mi yok mu? Bununki Ramazan ben alakası var mı yok mu diyen bu meseleyi aydınlaştırıp koyuş vazifem var. Onun için bu yerde Ramazan'ın hiç ne istemez o? Ramazan'ı fakat etiyeligi tam yorganda yiyişini toxtimiz, keş olganda gün oltuğan çağda iftar qilamiz. Şu aralıkta bayaq 3 xil şeklinde dedim ben. Ramazan nemede şu Kur'an'da aşın depti. Mübaşiret ve yep iç şu 3 narsani qilmaymiz. Rozumuz roza oldu. Onun sırtı akşamızda taravih o'qiyim deb berib olsa o o'zining ishi, lekin bu yerda Ramazonning bir parchasi qilib olish hech qanaqa hojat yo'q. İkinchisi, yani mayada Ebu Hureyre'ninki bir rivayeti var, bunu keltirib qo'ydim. Men qama laylatul qadri imanan va hisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi va man sama ramazana imanan va hisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi degan bu shunday bir rivayet ekan bu. Qadr kechisi haqiqiy ishongan holatda va ihtisoban deganning o'zi savobni umid qilgan holatda shunday nim qilsa qadr kechisi shunday tursa, ya'ni namoz o'qisa degan gap bu. Bu adamniki burunqi gunohlari kechirim qilindi degan shunday bir rivoyat ekan bu. Ma ikkinchisi Ramazon kechilari u odam o'zi savob umid qilib, agar shunday namoz o'qib va kaza tahajjud qilib anda qilsa, nima shu uniki burunqi gunohlari kechirim qilindi degan shunday bir rivoyat ekan. Ya'ni shu rivoyatning o'zimi bu burunqi gunohlari kechirildi deganning o'zi faqat tövbeden kechirildi. Agar o'zi Xudo bilan inson o'tirsdiki ish bo'lgan bo'lsa, masalan bir ro'zani tutamadi. Bu odam tutamagan qarta Alloh taolo tövbe qilib, Xudo beni kechir desa, u ayrim bir narsa bo'ldi. Lekin bu yerdagi narsa nima degan vaqtida ro'za qo'yib, undan keyin o'zi meni gunohim kechirish uchun shu ro'za tutum deyish u narsa, u to'g'ri narsa emas. Chunki ro'za degani nima? Namoz o'qish va kaza bu ibodat.
Allah Taala savab berdi. Ahirda o'zi onunğa qarta Allah Taala ikkinchi qatim o gunohni qilmaslik haqida tövbe qilgan vaqtda uni kechirdi. Bu tövbe bilan namoz o'tirishidagi narsani bilishimiz lozim. Yani bunun özümü manası o Kur'an'daki ayetiga nisbeten bu bir qism odamlar buni nihoyatda gavdlantirib Ramazon kechalari har kechada 20 rakat namoz o'qisa, tarovihni 20 rakat o'qiydi odatda. Ammo nimada Angliyada ko'pincha jamilarda 6 rakat o'qib bo'ldi qildiki, ba'zilar 4 rakat o'qiydi-ki, shunday o'zi ba'zilar 12 rakat o'qiydigan o'xshaydi, endi har xil o'qiydi-ki har holda. 20 rakat o'qigani ko'mdi mayda. Shuning uchun maydagi narsa nima degan vaqtda ibodatni Ramazon xoslashtirish, Ramazon oyi xoslashtirish bu to'g'ri narsa emas. Davomli biz o'zi Alloh taologa sodiq bo'lishimiz lozim. Ramazon oyida Alloh taologa nihoyatda sodiq bo'lib ketib, boshqa vaqtda butun kazzoblikni qilsak, u bizniki Ramazon qilishimizning yolg'on ekanligini Alloh taolo bildi. Buning uchun besh namozni yoki namozlarni deyli, qancha namoz o'qisa, Ramazonning ichi olsun, sirti olsun, her doim o'zi Alloh taolo qanchalik farz qildi, shuni o'zini qilishimiz lozim. Ramazon kelgan chaqda namozxon bo'lib, Ramazon o'tib ketgandan keyin o namozni tashlab o'tib qilish bu to'g'ri narsa emas. Alloh taolo bir xil shunday o'zi Alloh taolo buyurgan shaklda qilgan odamning o'zini Alloh yaxshi ko'rdi. Aynollik qilib, bir kuni nihoyatda o'zi taqvo bo'lib ketib, o ish o'tib ketgandan keyin mana endi Ramazon oyiniki kirjush mashinasiga aylantirib, Ramazonda bütün o'z qasmoqlarimni chiqarib oldim ham deb, qolgan 11 oyning hammasida eskilikni qildigan bunday ishlar qilsak bo'lmaydi. Yana bir nimaning o'zida Abdullah ibn Abbosning rivoyat qilgan bir rivoyat bor ekan. Kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam ajwadun nas bil khayri va kana ajwadu ma yakunu fi Ramazana in yalqahu Jibril va kana Jibril alayhisalam yalqahu kull laylatin fi Ramazan hatta yansaliha yarı mush rivoyatning hammasiga ana nemisini ko'zim mazmuni degan vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalom Ramazon oyida nihoyatda sehi bo'lib ketdi deb shunday rivoyat, shunday o'zi to'qilgan rivoyat bor ekan-ku. Bu payg'ambar alayhisalom qilingan bir xil nima deymiz ham buning o'zini? Bir xil bo'xtongo'sh bir narsa bu. Nimishqa degan vaqt payg'ambar alayhisalom davomli sehi bir odam. Qayerda bir odamniki ehtiyoji bo'lib qolsa, şu adamga o'ziniki zor endi bir narsani bo'lsa beradigan mundaq darajadagi bir kishi. Faqat Ramazonda hamma narsa to'kib mana deb qildigan, boshqa vaqt bexillik qilib turgan bir odam emas. Buning uchun bu yerda Ramazonni bütün ibodatga xoslashtirish uchun payg'ambar alayhisalomni shu oyda jiq ibodat qilgan kishi qilib, shu oyda jiq saxovatchi qilib, boshqa vaqt saxiylik qilmaydigandek bundaq qilishning o'zimi bu malqi to'g'ri narsa emas. Buning uchun Ramazonning o'zida biz mesela xayr ihson qildigan yoki bo'lmaydi zakotlarimizni bergan ishlarning o'zimi ehtiyoj egasi bizga uchirgan hamon xayr ihsonni qilsak bu eng yaxshi bo'ladi. Faqat u Ramazon xos narsa emas. Biz davomli saxiy bo'lishimiz kerak. Davomli bizni oldimizga ehtiyoj egalari kelsa, uni quruq qo'l qaytolmay qo'limizni kelishcha yordamimizni qilishimiz lozim. Uni Ramazonni kutib o'tmasligimiz lozim. Shuning uchun shunga bir qism o'zalqi Ramazon xoslashtirilgan bir narsalar borki, men buning o'zini millatga buniki oq ko'rinishniki to'g'ri emas ekanligini bildirib qo'yay deb o'zi deb qo'yotmaydi. Yani bir o'zi rivoyatning o'zi bu mana shu Abu Hurayra'niki rivoyat ekan endi bu odam imonchiq rivoyat qilgan odam bu. Payg'ambar alayhisalom mundaq deganligini aniqlagan debdi endi. Qalallohu kullu amalin min adama lahu illa siyam fa innahu li va ana ajzi bihi. Ve siyamu cümletun ve iza kana yawmu sawmi ahadikum fala rafasa wala yapsaha demiş ahirsizilik
Şu bir rivayet var ki bunun özü aşında endi odam bolalarıniki emilning hammasi Alloh taolo, lekin roza faqat men uchun deb o'zi uniki ecrini faqat men berman degan shunday bir o'zi rivoyat etgan endi. Shunday narsalar bizniki Qur'onniki mazmuni to'g'ri kelmagandan mana o'tirdim hozir naytbek tashviq qildi bunuchi. Bu to'g'ri narsa emas demoqchiman bu yerda. Bütün ibadetniki savabını Allah o'zi berdi. O Allah Taolaga ibadetniki, amalniki öz ya o'gay bunday narsa yo'q. Hammasini Allah Taolo berdi. Bu yerda Ramazonnikini men beraman, boshqalar amtaqo sen berib qo'y demaydi Allah Taolo. Shuning uchun bu yerdagi biz bilib olgan narsa nima degan vaqtida ibodatlarga farqli muomala qilish xato. Allah Taola'nınki bir buyrug'i alohida, yana bir buyrug'i bunda qilsam bo'lgan, qilmasam bo'lgan, bunda tushunish bu bizni xatolik qilib bordi. Allah Taola'nın bütün buyruqlariga Allah'ın buyruğu bu. Deb o'tirib, samimiy amal qilishimiz lozim. Birisini alamet bilib ketib, ikkinchi birisi kelgan chaqda uningga susluq qilib, bunda qilsak, bu vaqt to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun roza hozir faqatla mush oldimiz oyning ichida bir qancha kundan keyin qilayotgan ibodatimizga faqatla yana bir ibodat qo'shildi bir oy. Ro'zning ibodat. Ortiq hech qanday narsa yo'q, hech qanday narsa o'zgarmaydi. Bir ro'za tutishning o'zini ortiq qilamiz, bo'ldi. Bu oyning o'zida hamda butun mush 11 oylik askilikning hammasining o'zini kirish mashinasi seplikin, juplikin, pak-pakiz bu olay. Deb u yer qizil ko'zli qilish hech qanday hojat yo'q. Biz samimiy bo'lishimiz lozim. Haqiqiy o'zi nima bo'lsak, mu'min bo'lamiz desak, Alloh taoloning haqiqiy o'zi bir Allohga ishongan inson bo'lamiz desak, bu qanday qilish keraksa, davomli bir shaklda, davomli sodiq bo'lishimiz lozim. Alloh taoloning amr farmonlariga davomli o'zi bir xil shaklda qarashimiz lozim. O'shaning o'zimi Serkep kısım olmaydı, birisinin tırlısı olmaydı, andak dep maravayet ahısı. Bu serkep kılıç diyenin özü Ramazan'ın sırtın olmaydı. Fakat Ramazan'ın için serkep kılmaydıgan, Ramazan'ın bir söz sokuşmaydıgan bunda kaydı yok. Ramazan'ın sırtı mı davamlık özü serkep kılıç, birisine uruşuş, birisine sokuşuş, birisine inavını tüküş, gıybetini kılıç, böhtan çaplaş, oğuluk kılıç, sınav kılıç, müşişlik. Hargıç hemmesi çekiladigan o'xshashlar. Ramazon kirgan chaqda uni qilmay, Ramazon chiqqandan keyin uni qilib bo'ldigan bunda qoida yo'q. Agar bir odam musulmon bo'lsa, Ramazon kirgan chaqda faqat ortiq bir tal farz ortiq qilamiz xolos, ammo qog'ini burunqideklar. Ya'ni shu satga qilmaymiz, g'iybat qilmaymiz, o'g'illik qilmaymiz, zina qilmaymiz, o'xshashlar menga berdi. degan gap. Shuning uchun bu halqa nimqa vaqtida hozir Ramazonda nurg'un odamlar saxiy saxovat cho'p ketdi. Alloh taolo hammamizni davomliq Ramazonda bo'laydi yoki Ramazonning sirtida bo'laydi, davomliq saxiy bo'lishga buyurdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yana Maun surasida Ara'aytallazi yukazzibu bid-din fazalikallazi yad'u'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون deydimdi. Aşu ayetning o'zidimi kishilarni yaxshi ishga burmaydigan, endi xayr ihson qilishga burmaydigan, o'zi uni qilishga susluq qiladigan shunday odamlarni Alloh taolo bizga aşını bayan kılıvadı demdi. Dinni yalğanı çıkırıvatkan adamını köydün mü deydi Allah Teala. Bu kandak adamlar ise pezalik elde dedi ya da oğlu yetim. O yetimlerin özüne düşkeleydiğen. Ola yahudla ala ta'amil miskin. Miskinlerge tamak verişke başkalarını terkip kılmaydiğen özü beğenmezsin sırtında yana başkalarına aşındak özü
tamaq berishga targ'ib qilmaygan. Fawaylul lil musallin. Alloh taolo deydiki, mushundaq o'zi musallilarga vaylun degan do'zax deydi. Bu yerdagi musalli deganning o'zi yordam qiluvchi degan ma'nodagi musalli bu. Bundaq yordam qiluvchi odamlarga vaylun degan jahannam. Ya'ni yoki holiga voy. Oxirsida musallining o'zini bayon qilib Alloh taolo nima deydi? Allazina hum an salatihim sahun. Ular yordam qilgan vaqtda boshqalarga tutqol yordam qildi. Qig'is kelmay, beqillarini tatlab. Allazina hum yuraun. Ular riyoga yordam qildi. Boshqalar ko'sni meniki. Agar qilsa tutqol qiladi, ham tarafdan u qilgan ishining o'zini boshqalarga ko'z tutishni qiladi. Va yamnaunal maun. Boshqalarning yordam qilishini to'sadi yana. Bundaq odamlar. Yani mushundaq o'zi riyokorlik bilan kishilarga yordam qiladigan bundaq odamlarniki holiga voy deydi Alloh taolo. Demakki, nima degan vaqtda Ramazonda bir oyning o'zida demak o'zi alqi tuk shu iftorni qildirib, zo'ni qildirib zodi voy falon hojim va pustani o'zi boyvachchi degan o'z nom atoqni olish uchun uni qilib Ramazon chiqayotgandan keyin andan keyin o'zi butun askarlarni qilib qilsak, u vaqtda bu bir oy qilgan ibodatimiz ya ishimiz hech nimaga yaramaydi. Shuning uchun bu yerda biz nihoyatda qilgan ishimizda, amallarimizda, e'tiqodlarimizda diqqat qilishimiz lozim. Alloh taolo insonlarga samimiy bo'lishni o'zini. Ya'ni ibodat qilgan vaqt Alloh taoloning buyruqlarini nimaga ijro qilgan vaqtning o'zida qanday qilib degan vaqtda haqiqiy ko'ngildan chiqarib qildigan bunday holatda bo'lish lozim. Bunday insonlarni Alloh taolo haqiqiy mu'minlar deydi. Qizil ko'zlik qilib o yerda bidam o'zi atrofimizdagi odamlar orasida yuz avro topimi deb ibodat qilsaqmi bir maqsadda shu namozni qarab o'qisam meniki ish o'qitim ma'amlik degan bunday maqsadda bunday qilishning o'zi musulmonlarga yarashmaydi. Alloh taoloning buyrug'ini badalsiz qilamiz. Badalni maqsad qilmaymiz uni. Haqiqiy samimiylik bilan, xolis niyat bilan, xolis o'zi ixlos bilan qilamiz. Shu vaqtda biz o'zi qilgan ishimizmi ro'naq topadi, iymonimiz ham to'g'ri bo'lgan bo'ldi, amalimiz Alloh taolo qabul qilgan amal bo'ldi. Ramazon haqida ham shu hamda. Qapqaga bo'lsa, musul qo'yib qilsa, men ism kelmay bo'lsa. Ramazonda fursat xarakterlik fazilati ko'p shaklda sifatlab turib, tavsiya qilingan ibodatlarni turi jiqda bitib ketib inson taravih namozini shunday misoldan oldik. İşinçlik hadislarda mı? Fakat mesela bir iş kadınla mı oğullıkta ve dedi ki başka yerde yok. Bunun başka mağaz hayır sahabat işinden ki biraz 700 esre kadar buğday başaklarını mesela erken ayetlerden ekilip durup aslında Allah doğrusu uçurlar vardı. Bu Ramazan'ın babıda bu yok mu? Yok, Ramazan'da diyen gap yok bunda. O ayetning o'zi shartga o'qishga, yaxshilikning hammasi shartga bo'ldi. Masalan, ish kerak namozni o'qish uchun tayyor olamiz. Pokiz suv olish kerak birinchi, pokiz suv topamiz, ikkinchi taratni olamiz. Uchinchidan o'zi pokiz yeyni topamiz namoz o'qiyotganda, kiyimlarimizni pok qilamiz. Mushu namoz sirtida 6-7 xil shunday shart bor-ku. Bu shartning har birisi uchun bir savob bo'lgan gap. Namozni o'qigan vaqtida namozda o'zi qiyom, qiroat, ruku, qiyom, ruku, sajda degan hammasi farz, misol. Bundaq farzni ado qilamiz. Ash jarayonning hammasi namozning ichi, namozning sirtida bir qancha farz bo'lganligi uchun har bir farzga birdan savob berildi degan gap.
Şunun için Kur'an'da كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع alim degan o oyatning o'zi shartlik ibodatlar, shartlik o'zi nimalarda, misol xayr ihson qilish yerlarda uniki ajrsimi shundoq bo'ladi degan. Misol bir oyat bor, mavalqi xayr ihson bor bo'lmag'achqa buni menga ekamagatim men. Makka fathi qilinishdan burun qilgan yordam bilan Makka fathi qilingandan keyingi yordamniki nemisi o'xshash bo'lmaydi degan oyat bor-ku. Bu nemish o'xshash bo'lmaydi degan vaqtda Makka fathi qilinishdan burun insonlarning ko'pinchisi bu Makka fathi qilamamni degan bunda gumonda. Turayotgandan u yerda 10 minglab askar nima kafirlar kelib uni yo'qotamiz deb shundoq nima qilib shundoq yurgan bo'lg'achqa uni qacha olamda olamamdi va kaza degandek anda niyat har xil anda ko'nglida bir xil delg'ullik bo'lgandan keyin shundoq o'z insonlarni ko'z yetmagan bir ishning o'ziga ashuni jallondirish uchun bergan narsa hamma narsa masalan Makka fath qilib bo'lgandan keyin hamma narsa hal bo'ldi. Undan keyingi bergan narsa bilan o'xshash olmaydi. Hozir bizning ishimiz açtaq. Bu vatanni mustaqil qilishdan burun bergan o'zi narsalarimiz mayli shu bilim sohasida olsun, mayli olmaydi iqtisod sohasida olsun, mayli kuch sohasida olsun, har qanday sohada shunday vaqtda voz kechmay uni qilganligimiz bilan vatan azod qilib bo'lgandan keyin endi men berib degan odamga nemisi o'xshash olmaydi. Chunki u vaqtda zaten hamma odamning ko'zi 100% yetgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerki Alloh taolo u narsaga ahamiyatli qarta degan oyat u. U narsa u qadar ahamiyatli masalan vatan azod qilishdan burun 100 ko'y bergan 100 ko'y verse vatan azod qilgandek vatan azod qilib bo'lgancha 1000 ko'y versimi 100 ko'yni o'rni bosamaydi inson. Chunki u vatan başlanış harplardaki avantgardlık alakadar vazifenin ağırlık müşkilligidan bilatkan. Bu halkı xalqni ko'z yetmagan vaqtning o'zida uni jonlantirib u holatga keltish deganda hamda insonlarni u nimaga yetaklab bir yerga akilib vatan azod qilish ishlari u yomon murakkab bir jarayon endi mana vaqtda. Nurg'un hozirgi vaqtda masalan vatanning ishiga nurg'un odamning ko'zi yetmaydi. Ko'zi yetmaganligi uchun ular qanaqa qildi desa Xitoydan boshsa kirib chiqib yursak bo'ldi. O zot biz uni azod qila olmaymiz deydi. Buning uchun bu insonlar shunaqa bu vatanniki ishig'ima qatnashmagan insonlar qatnashganlardan jiq. Mushundaq ojiz vaqtning o'zida iqtisod bergan odamlar ashuna ko'z yetib turib shundaq o'zi haqiqiy bir o'zi chuqum u azod qilamiz uni o'zini degan mandaq niyatda uni berish degani bu odamniki qanchalik ishonchlik komil ekanligi hamma ishni rivojlantirish jarayoniga u iqtisodiy qanchalik muhim rol o'ynayotganligini nazar tutgan gap. Uning uchun uning ahamiyati qarta uniki savobi ajrini chiqib olgan gap. Vatan azod qilgandan keyin askar bo'lgan odam bilan vatan azod qilish jarayonida askar bo'lgan odamniki odam o'xshash olmaydi. Misol vatan azod qilib bo'lgandan keyin saylangan prezident bilan vatan azod qilish yo'lida chiqqan nimaning o'zi ham o'xshash olmaydi. Dohiylar shuning uchun uni. Shuna har narsaniki o'rni qarta, uniki miqdori o'xshash bo'lgan bilan o'rni ahamiyati qarta uniki savob farq qilgan. Tabiatın bu Ramazan tutulan şəxslərin aralarında bu
gündüz gün uzun bo'lgan mamlakatlarda yashaydiganlarning ahvoli to'g'risida savol tushgandi de fursat saqlab kechikib qoldi. Bu shuni bir javob olgan bo'lsak, mesela ba'zan rayonlarda gündüz gün uzun bo'lishi mumkin, ba'zan rayonlarda kech kun uzun bo'lib qolishi mumkin. Bundaq rayonlarda yashaydigan bende yoki musulmon qanday tutadi o'zini? Savol. Bu ma'u men shu nimada Turkiyaga borgan vaqtda 2015-chi 7-oyda borgandim, shu vaqtda Ramazon turadi. Ro'za tutgandim. O 7-oy mezgilda 6-oy 7-oyda o favqulodda uzun bo'ldi, 20 soat atrofida bo'ldi kun. 19-20 soat atrofida bo'ldi. Ya 19,5 saat, 20 saat aşında bol demdi. Asasen keçide ne kılmaydı? Belki karanlık düşmeydi. Aşı saat 1 oğa vaktıma onda karısa jiraktik adamın özünde etkende ki bomdan oğuk bulup camiden çıkavak apgaydan ketdi, gün çıkmaydı ama. Aşında akıl turdu. Hiç qanday qaranlıq düşmeydi. Hem şu vaxtınız şu 3 saat, 4 saatın içinde namazın özüne şu şam xuttem, bomdat 3 namazın özüne aşağıda okuyduğun gibi hem nemine iftarını kılımız hem zorluk yiyemiz degендek oldu. Bunun endeki ma tədqiqatçı alımlar var. Hazır vaxtı ma Abdülaziz Bayındır məxsus şu Trondheim'deydi ama şu Bergen'deki töpsüde Bergen'e tahminen 700-800 kilometre gelen bir de böyleyim ben. Bir müddet düşünceli kiliş mümkün. Şu hem de Norveç'e 2400 kilometre kilgaya var uzunluğu. İşnatılda şunda uzun bir yer bu. Tamam. Uzunluğu 2400 kilometre gelirken şundaki asası yerimi doğru gelmesine 20 saat 800-900 kilometre kiliş mümkün. Şu Trondheim'i berip o tədqiqat var, şu Süleymaniye degen aydasını etpa, düşürüp kısa aşağıdaki nemeleri etiyer bomda tavakt olganın özüne Allah Taala hemmeye bir alametini bekitken ki. Gün çıkıp bir yer ketden o yerde o Trondheim'de texinbek ben Bergen'de yaşayan. Bergen'den Trondheim 8-9 kilometre olsa menimce o yerde bir 2 saat geç oluşu mümkün. Ama aşağıdaki neresi kılıp varsa, şu Tromsø diye yer varsa gün emmeler pikrap tur demler 5 yaz vaxtları. Gün olturmaydı. Kirkenes diye yer oldu. Aşağının özde gün olturmaydı adette. Trondheim'e verip o adamlar şu neminin özünü müşahede roz tüşünük qadak oldu dep, qandekin saat etiyeldige 8 mo, 7 mo, şundaq 7 dedi qoyayma. Nemisi ba, ettemisi ba. Şu 6-7 çıkıp ya 6-7 ya 8 aşağı tarafta olmuş gerek. Şundaq boğa vaxtda, etiyeldige bomda toğa vaxtda veç kuşlar saraydı o. Allah Taala'nın bekitip olan saatlerini gördü mü? Kuşlar şu vaxtda saraya giderdi. Şunu odan kuşlar şu vaxt sarıgan ekan, demek ki bomda vaxt şu vaxtda kirdi degan ma'no chiqdi. Allah Taala'nın bekitgan saat o. Bugün adamlar şu keçip tuttu, nemi keçide yeplekin gündüz zaten 20 saat olsun tuttu da. Hem de Abdülaziz Bayındır şu vaxtda aşağıya nem qilib bu muhtemelen uzak gündüzbek uzak uzun bolduğu yerde qanday qilmayız degan savollarga qarata javob topimizda bir atayın berib şu menimcha şu astronom olimlardan bir ishkin apagan o'shayda şu nemisda videosini bor bayram so'zlagan. Shuni shu Süleymaniye degan nemening o'ziga shunaki nemisi chiqib tashlaydi. Ko'rdim, o'zidan berib so'zlashgan shuning o'zini bir vaqtida. Namaz vaqtini kirganligini qanday bilamiz mujaddat olsak, naq bizniki nemada İstanbul mesela shu nemada shunday Londonda bor. Namaz vaqti o'qigan vaqtda veç qushlar sarab ketdi. Kuşlar şunda saraya dep Allah'ın saatinin özüne bütün dünyanın her kas yerlerine aşında
o Xudoning soatni shu ne qilib bergan, bizga bildirgan narsa bor ekanda. Atganlik masalan bizning vatanda nimalar qumchoqlar nima quruldab ketdi, nima ya? Akşamı paqa akşam saraydı. Ha, paqa akşam saraydı, onun keyin qushlar atganlik saraydı. Qushlar atgan saraydı. Ha. Aşı näsmi de hammasi Alloh taoloning aytgan bekitgan soatlar ekan. Ularning aşında sayrıqlıqı, zikr etqanlıqı deb ta'riflaydi ekan. Qur'onda masalan bütün koinot mana bo'ysundu deb Alloh taolo deb kelib, bosh qushlarning o'zimi, qushlarning sarg'anligi, shu mana bo'ysunganligi deb Qur'onda oyat bor-ku. Demak, Alloh taoloning o'rinlashtirishga bo'ysunib, shu narsalarning hammasi shu vaqt saraygan gap misol. Bizga endi o vaqtda shu 3-4 soatlikin kechida yeb ichiblekin kunduzgacha ro'za tutgan bo'ldik. Lekin yani uzun kunlarda uzun ro'za tutuyordikmi? Ha, ro'za tutuyorduk. Lekin shu tadqiqotchilarniki tadqiqotimi kuchga ega. Agar qilim desa, shu Sulaymoniya nemasining o'zini echib, ashuni tepib, ashuni o'zini qilsa, shu nimaga Norvegiyaga to'g'rilgan yer bor. Agar asli shu narsa chiqdi zaten. Ashuni tusi bo'ldi. Bundaqda u yerda yaşayan insanlarınki Ramazan aylarının gündüz gün uzun vaxtıdan gündüz gün qısqa vaxtın çünkü Ramazan ayları çögüleydi emasmi? Aydır kemmegeligi üçün. Unda olgan çağda uzun vaxtıga qaxşamay qısqa vaxtın özdə yana naqib ketmey, kayıp ketmey. Her şeyi sever kılışı lazım kimde? Onda qısdaq yaxşı oldu. Ama onun özde uyadıma deydi-çi, onun özünde şu natsul deydi onun özünde. Natsul degenin özü keçilik gün degen gepemdi. Aslında keçi degen gepemdi. Keçi çıkılan gün degen gepemdi. Bak uğursulma beyliğin oçu deydi. Degene şu nemege Sankt-Peterburg aşağısı basa şu saat falanısı gün oltumaydı misalda şu nemi Norvegiyaniki Bergen Oslo'ga okşaş yerlerinde şu. Ve şairlerinin tasvirlerde ay bilen gün men köpüsünü koluşu jürüp çıkışanmaydı diyendek tasvirler var. Ama tasvirlerinin ma'lum kısa çağlarda ay bilen gün asmanda tam köründü ki. İkisi köyün oldu ki. Belki şu ikisinden ayrılmış demesi devir kılıçça demesi de aslında doğru keliş mümkün. Bizim astronom sahası bilmeyen ki. Ama Norvegiya yaşayan kardeşimiz tilip olurken belki şu mezmun kala kadar bir toluklaması ya ki tavsiyesi olsa anlayıp baksak. Eminim. Geç saatlerde olursa biraz hepsiz olsun mümkün. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ben Ahmet'den telefon kılatımız. Siz bayatın telefon kılatı alanmaya kaldık. Ben Norvegiyadan Hamid. Sözünüz anlayın. Norvegiyadan şimaldaydı. Gündüz gün uzun degen nersi mevcut emas. Gün patmaydı ya da. Vay gün petip ketdi, ya gün çıketti, istiğler zorluk yolaylı, gün petip ketdi, istiğler çıplaklı olaylı degen nersi mevcut emas. Yaz vaktisi 6. aydan 9. aygacha 6. aydan 22'sini 9. aydan 22'si 3 ay jarayonida kun o'tamaydi, kun doim chiqib turadi. Bir yerde uzun gün, kısa gün, yani kısa gün vardı. Değil de? Kış vakti. Günün kırılışına ait az, ettiğinde saat 10'da yorup düşse, düştüğü saat 2:20 bile karanlık çıkıyordu kış vakti. Ben değil de? Yaz vakti,
kuyaş otlamaydı. Herkes kuyaş patmaydı. Şunun şu yerde uzun gün diyen neresi yok. Uzun gün diyen neresi yok. Onun dikeyle dinleyemez. Gün çıkıp gitti, işte yoruk çıkıp gitti, zorluk yavalaydı, ya gün pek gitti, iştahını vakti ötep gitti diyen neresi yok. Şöyle bir de ya, şundak yerler kandaklıç gerekli beştim ben. He. Şunun özüne, şu aşağıda naksul deyiliş ne mi ya? Tıpını koyup katlamıyor. Naksul deydi, onun özüne aşağı ben maşat 13 yıl yaşayandıkken isimde var. Keçilik gün diyen yapamdı hoca. Hoş. Yani gün karab durup emellerinin vaktini, saatini doğrulaymayan digil bombayı yine azma gepten kalagan çağda. Onun için o keçilik gün diyen xalq mı açtaq nima hükümet nima halkı bizge öğretken dersim açtaq düşendirdim ben. Keçilik gün deydik. Keçi vaktiniz gün çıkıptı mı? Gerçi. Ama keçe diyen gep o. Keçigi teve yani keçigi saati teve o gün çıkıptı mı zaten o keçigi teve vakit diyen gep boğa degen. Keçigi teve vaktinin özüne keçidep bilsek hata olmaydı hocam o. Bu ama şunun kiçikkenligini belgileyen nersin demez. Bak şöylerken saat karab belgilemden nima karab? Elbette. Onun için mesela etigerligi o kundiye bir ketdi mesela etigerlik saat 7'de men iskilat işlegen vaqtında saat 7'de işi başlaydıkça. O vaqt degen o saat 7 degende o kundiye palanı saat 2'de çıkıp bolgan degen 5 saat burun çıkıp boldu degen gep kun. Ama ameliyatta şu etigerlik aşıyor emdi o yerde. Adette. Keşke 3'te nima işten düşünmez. Asasen onda keçi boldu dep oyadım aşık ayndaq onda haq uxlaydigan gep emdi. Çırağını üçere öyle kılım perdilen yögep lan karan kılamda. Elbette şu perdisi ma şu yokkan teşmiş perdini takaydı o yerde. Hayır, undaqda bu biraz özel boğallık için eğer kızıksa şurayın kardeşlerimiz ayrımsızlığından sonra yoki temasıga yazsa tepsilatını düşünmegen yerler olsa yani keyin qo'shimcha qilamiz. Bayatın silamağı Allah'ın emirlerine birisini üstün birisini töven qilishning nimasi yo'q, asası yo'q dedi. Onun oldidagi bir mezmunda savab bo'ldi, mustahab bo'ldi degan şekilde bir ibara qo'llanildi. O zaman bu emellerinin derecelerine fariz, vacib, sünnet, mustahab, mubah, mufsid, mekruh deb şu türlerge ağırganlıqını icma fiqh derslerinkide anlaganım kögen. Bunun qilgan çağda bu xil türlerge ayrılışning nimasi yo'qmi? Yoki sizning o daqiqalar faqatla farz amallar qartilgan? Ya bu yerdeki neyse mesela farz amallar var. Emelning içinde vatıram. İbadetning içinde farzni ko'p nima nafli deganning o'zida asosan ko'rmadim sen bo'ldi. Emelning o'zida qancha shuncha yaxshi. Masalan boyatinki va man tatawwa khayran fa huwa khayrullah degan oyat borda. Xo'sh. Onda ortiq bersa tatawwa degan nafli degan gap, nafli degan ortiq berish degan gap. Ortiq bersa o yaxshi bo'ldi degan gap. Endi bir odamga ber debdi, nimaning o'zini, bir odamniki, bir miskinniki bir vaqt tamog'ini 2 miskinga beray bo'pti. 3 miskinga beray. Desa, ya 10 ga beray desa, o texim yaxshi bo'ldi, misolda. 9 ni nafl qilgan bo'ldi degan gap. Yani Allah Teala buyurgan aynan qilish, nimaning o'zida o ibodatda aynan qilish lozim. Lekin amelde on aşır kısa onun savabı oldu. Ama farz kılınganı kısa onun savabı oldu. Farzının aşır mesela bir koy bermaya dese bir koy bir moçen ya ki 2 koy berse o vaqtda töbüdikige nafli olgan boldu. Onunki nemisi oldu degan gap, savabı oldu degan gap. O yaxshi deb mustahab degani yaxshi degan gap bu. Bu yaxshi oldu degan gap. Şoňa hayrullah depdi endi.
Ramazanda bizga bekerek ta'kidlagan narsa bu shu kishilarga azob emaslik, urushlar qilmaslik degan narsani jiqraq deydi-da. Ammo bu Ramazonga xos emas, har qanday vaqt qilish bo'lmaydigan ish deb o'tib ketdilar-da. Agar masalan bir to'salgan buyruqni Ramazonda qilish bilan Ramazonning boshqa vaqt qilishning orasida farq bormi? Farq yo'q, o'xshash. Ramazonning ichida bir odam o'g'il qilgan bo'lsa, Ramazon sirtida o'xshash uning jazosi. O'xshash bo'ldi. U hech qanday nimasi yo'q. Chunki bir odam musulmon bo'ldi ekan, u odamning o'zi har qanday vaqtda Alloh taolo to'sgan ishni qilmaslik shart u. Uning zamon makamidan kari yo'q. Ya zamon makamidan kari yo'q. U haramning ichida qismi o'xshash, haramning sirtida qismi o'xshash, u o'xshashlaydigan narsa. Masalan, makon qilsa olgan vaqtda. Şoňalky bu Allah Taalaның buyrug'ini o'rin qarta, vaqt qarta, onun ähmiyetini östürüş, töveltiş, o hata beriş. Namazın özünü bu adette Mekke'de 2 rekat namaz okusa 100 bin rekat namazın sevabı oldu. Medine Peygamber aşıyor Kabe'de. Haremde de etti, haremde iştide. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Aleyhisselam'daki mescidde namaz okusa 10 bin rekat namazın sevabı oldu. Mescid-i Aksa'da okusa, Mescid-i Aksa'da kuyup aldık o ne? Onu da okusa 1000 rekat namazın sevabı oldu deyip başında kalkıyor. Uğrunun derecesi karta, uğrundaki derecelendirip devakkan ki. Bu doğru nesilmez. 2 rekat namazın dünyanın nerede okusak 2 rekat namazın sevabı oldu. Kayar Allah Teala buyurganı kılmasak okşaşlı günah oldu. Onun hiç kadar fazla nemisi yok. Makan zaman böyle nemisi yok, onun alakası yok. Endi bu Ramazan ro'zasiningki farz qilinganligini keltirilgan oyatda sizlardan ilgirikilarga farz qilingandek farz qilindi degan bir ibora bor. Endi ilgirikilar deganimizda Muhammad Peygamber Aleyhisselam yoki bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ilgirikilarni demasida endi. Elbette. Undaqda ularning ro'zasi bizning ro'zamiz o'xshashmi yoki ular o'zgartirib olgan bo'lmaymi? Ular o'zgartirib hozir o Yahudilarniki, Xristianliklar ro'zasini ko'ryapmizmi? Ular ro'zga vaqtida misol go'sht yemasi bo'ldi ba'zilari. Ba'zilari go'sht yemaydigan, sayr yemaydigan, andaqlar meva yemaydigan, ancha-muncha bir sayyab qo'yganlar bor ekan. Ba'zilari bor ekan, go'sht, sayr hech narsa yemaydigan, suv isi bo'ldigan. Ashunaqlar bor ekan. Uni o'zi keyingi vaqt o'zgartirib olgan narsalar. Ammo Qur'oni Karim yana burunqi o'xshashlar farz qilindi deganning o'zi vaqti bu o'xshash, shakli o'xshash. Uniki yemaymiz, ichmaymiz, muboshir qilmaymiz degan gap. O'sha 3 ish to'silgan. Tong yurgandan boshlab kun o'ltirishlik. Orliq bu 1 oy. Ya'ni mushu degan gap. Butun o'zi Qur'oni Karim natijada bor Allah Teala'nın sünneti dışkandan özürüş olmadı diyenço. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا diyen ayetli var. Bu ne diyen bolduysa Allah Teala burun tatip Peygamber'e düşürgen kitabın hemisi okşaş. Peygamber Aleyhisselam'a kilip o özürüp etken andak bir iş yok. Ondaqda Yahya Aleyhisselam oldu ya. Yahya'nın ayalığı yani endi Meryem Aleyhisselam'a deydi onu. Roz tutum da, haqs olsa roz tutum da deb qo'yadi. Endi şu ayetning beshida sen qavmidan ye degan o'xshash bir mazmun keldi. Ya'ni yeb ich. Ondan keyin balangni ilib sen kishilarning o'zining qalbining oldiga ket va kim yemiş sorsa ben sizlarga gap qilmayman, roz tutum da deb ta'lim berildi aşağıda. Yani bu yerden ilgililiklerinin rozisi yep içip tutuş yoxmamda. U yerdagi rozisini o'zi haqi gap qilmaslik uchun bir o'ziga va'da berganlikchi u. Normal roza emas ma'lum. Normal roza emas u yerda. Suv ichdi, qolmaydi,
Fakat aşı hiç kadar yakınmasılık için özü yanında kınıp kaldı bu. Fakatla. Vədini de vardı yani. O vədiki aş Kur'an-ı Kerim'deki levzdeki kelgen ben roz tuttum yani roza degan sözün az ma bizge Şehr Ramazan degendeki keltirgen rozalar Bunu okuşamaz o. Bunu okuşamaz. O vədiki neyse hem Manda fomuz şundan qarlıq kelgeni. Ne? İkisini okşamayalım nereden böyle qanday fomuz? Bunu Meryem'deki kılan işareti bizge izahlap berip atdı. He. Yep içti misal. Fakat yakınmadı. İşaret yakınlığına gösterdi. Şunu nima shunday oldu ben kelip qolganda amil balı versen oldu bana dedi. Zekeriya Aleyhisselam'a? He, Zekeriya Aleyhisselam'a. Bunu da sen bir qancha kun başka gap qilolmaysan dedi. Aşağıdaki nima roza degan rozaydi degan izohatli yoki tunishlar kimda tushunchachilar. U yerdagi shu faqatlik nima Zekeriya Aleyhisselam'daki hamda Yahya'ni bergan qarta, balı bergan qarta bir ishorat bo'ldi-da u. Onun qarta deyilayotgan gap, lekin u yerda roz yo'q. Ama normal biz tutayotgan roz emas u. Uning o'zi faqat boshqalar gap qilmaslik uchun, Maryamniki nima? Allah gap qilmaslik uchun men roz tutdim deydi. Deylik nima desa? Men gap qilmaslikka o'zimga va'da berdim degandek gap u. Men gap qilmayman, gaplashmayman bu haqda degan ma'noda narsa u. Olmasa odatdagidek ro'za tutib, undan keyin iftor qilib qilgan bir ish yo'q. Shu biroz aşağıda ben bazen xabardan turgandan keyin kallan savolda shakllanadi. O'ylab qoldim endi. Endi o Maryamniki hikoyasida Qur'oni Karimda bayon qilingan nimalarda, misol Maryamga biz andidik, mandidik deganning o'zi Maryamdagi bir xil Ona kendi sözlerimiz o doğruluk bir xil obrazni yaratib devatgan bir sözler bağlayatçı. Allah Teala şu emri ahval qarta bir obraz yaratib degan sözler var. Olmasa Meryem'de Allah Teala vahiy qilgan bir ishi yo'q. Çünkü o peygamber olmasa nima xos vahiy qildi. O kadar Meryem Aleyhisselam deb kelimiz ya. Ya bu peygamber emas. Peygamber olmaganlik onun nurg'un masalan Musa Aleyhisselam'ın apisi Onu şu vaqt kelgancha deymiz, lekin Musa Aleyhisselam apsig'imi sen balaning o'zini emitib daryo qo'yib etgan, uni tepaldi, unidagi andaq mana uni sen biz qaytarib beramiz dedik degan oyatlar bor-ku. Aytaq vahiy qildik degan oyatlar bor-ku. Xo'sh. U Musa Aleyhisselam apsi payg'ambar emas. Uning Alloh taolo vahiy qilgan. Musa Aleyhisselam apsiniki shunda qaror kelib, shu to'g'ri xalqqa Alloh taolo bergan baho. Ayni bir nima qildi endi. Olmasa o yerde mahsus vahiy qilgan bir ish yo'q. Bu halqa qilgan ish, misol insonning qilgan ishi o'ziniki aqlini ishlatib, tirishchilik ko'rsatib, shuni qilgan ishi to'g'ri chiqqan vaqtida bu Alloh taolaniki nima Alloh taolaning vahiysi bilan Qur'on bilan deydi mana shu vaqtda. Ashunga o'xshash chiqib degan gap. Shu Alloh taolo aqlini ishlatgan deydi. Aqlni yaxshi ishlatgan odam to'g'ri yo'l topdi, o to'g'ri yo'l Qur'on bilan birlashib degan. Masalan, Musa Aleyhisselam apsi aqlni ishlatib, shu yer qanday qilsam bo'lar, balamni qanday qilsam bo'lar deb shundaq o'zi tirishib yurib, adi kallasi shu aql kelib, mushunday qilay zodi deganning o'zi to'g'ri chiqdi-da, oxirida bal qutilib qoldi-ku. Buning qarta Alloh taolo olgan deyapti-da. İş kardeşimiz telefon bunda o'zidagi vaqt kelmagan Ramazon to'g'ri telefon qilsa mayli. Lekin Musa Aleyhisselam bu qo'shim so'zni qoldi bu gapchi, bunda gap qilmaymi degan men. Shu vaqt kelganda qilmaslar, buni men Qur'onni dalilini aytib qo'yib qilish kerak bo'lmoqda. O ba'zi odamlar atayini putlashni gap qilibchi odamga. Bo'ldi, men telefon qilayotgan qarindoshlarga shami sep qo'ydim, shu
programının asli temisi olursa şey olsa telefon qilgan bo'lsangiz biz hozir temada olgan bo'lsangiz chetlab ketdik temani hozircha. Assalomu alaykum. Ovoz Gafmaydan bog'landi. Tema munosabat so'z olsa anlasak bo'ldi. Marhamat. Şu soru Amerikan dilinde ama o Ramazan kılıngan ibadetlerindeki sahabı köp olduğu degende buna gap paranlar vardı. Yani ustadımız Ahmet'in genelde mesela mağlup bir şarayitlarda mesela mağlup bizim vatenge vatandan misalini tuttuk abi. Bunda ahvalasında müşteri ahvalasında kılgan ibadet yani mesela yaşlılarındaki sahabı köpek olduğu var mı? Ama Amerikalılar böyle cazırlıkı sarayı nemine karta uçmaydı değil mi? Lakin may ne bile mesela zaten gizat olur şayet var şayet katta falan yaş işinki nemesi çıkar yaş olan demek bir ülke uçmaya kalkıyor. Evet tamam. Yaş şey son düşündüm ben. O diyecek ne mi dese hazır vaqt qarta ba'zi narsa vaqt zaman makonlik qarta ba'zi narsaniki ahamiyatiga asosan uniki savob o'xshash olmaydi deb aytdik-ku. Hozir misol tashkilotga vatan ozod qilish uchun o'zi pul yig'imiz deb tashkilotga o'tirib chiqsa, misol bir ashunga vatanni rasmiy shu ozod bir peshin ozod qilgan vaqtida insonlar qanchalik berdi? Faqat ozod qilmagan qilamiz degan vaqtda insonlar qanchalik berdi? Masalan, bu ish bizning beshimizda o'tgan-ku. Demak, bu yerda insonlarning ko'z yetmagan vaqtning o'zida bergan narsa oz berdi. Ya undaqda hozir ma'lum qilishimiz so'g'an savolniki javob savolning asli kechishi abayatniki emellerinin zaman makamı bilen nimisi yok derecelenişiyle değişti. Şunu bakın işimiz dedi, onda kadar vatandakiler eğer kimi vakti kılanın ki, ya ki vatan azad kılış arzusu da vatanın azad kılığı alakadar berilgan, sər kılıngan dersler, azad boğandan keyin sər kılıngan ders farklı diyen dersine ayıkılmadı da bir yerde esle zaman meselesi emez ama halet meselesi iken bu, halet farkı. Meselenin ayrılıp lakin asanlık, müşkillik tarafındaki farkı iken bu. Bu vaqtning o'zida Qur'oni Karimda bir oyat bor. O'sha Sura Baqaraning oxirisida la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan. İnsanlar o'zini, masalan, ashada namoz o'qiyamaydi, hozir namoz o'qish to'sidi, ro'za tutish to'sidi, uni o'zini shu endi agar o'qig'anni bilib qolsa, endi uni jazolaydi bo'lishi kerak bu yerda hozirgi vaqtda. Aşaret eğlendi vatanın işleri. Bu vaktin özde o insanlar o ibadetini kılışka mükellef emez. Çünkü o vus'a diyenin özü ne modese hiç kadar tutkulluk yok vakti diyen gap. Vus'a diyen kâçilik diyen gap bu. Kâçilik diyenin özü hiç kadar bir onu ne belki tosallığı yok. Hükümet tarafından tosalgı yok. Ya komaydı özündeki cismani hiç qanday jihatdan tosalgı yok. Bir şundaq kataşa, şundaq bir vaqtni bildirdimdi. Şundaq vaqtda turib inson Alloh taoloning buyruqlarini ijro qilish tamamen sharoiti bor. Turug'lig'in uni ijro qilmasa, o odam gunoh bo'ldi degan gap bo'ldi. Ham agar o odamlar shundaq qiyinchilikda, agar uni qilgan taqdirda jazolandimdi. Ondaq vaqtning o'zida qilmasa, uning gunoh bo'lmaydi. Chunki u yerda vus'i yo'q. Sharoit yo'q mana shu vaqtda. Bu hozirgi zaman, makan bu ikki narsa bo'lsa, bu shu zaman makandagi ahvol uchinchi bir masala ekan bu. Makinişimizin soğunda, şu zaman makanda pakatmaydı degenge ikisini aralashtirib qopti. Ben arada sual tushgandayken qayta o'ylanib, farqini topgan bo'ldim. Yana bir tinchimizning turkuni bor, lekin to'xtatildi.
Adam 2 saat tutmaya kaldı. Men biraz başqacharak o'ylab tikaman programmaning mazmunini. Xayr. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Ovoz nahmadan bog'landi. Gaplashsak bo'ladi, rahmat. Allah razı olsun. Ben gayet de yaxşı program oldu. Bir yerde hem de bu Ramazan'ın ki Əxtən bұрық ümmetlərin pəriz qılanı, bizim pəriz qılanlıqı doğruluq ayetlər, ondaki gider sözünü böldü. Allah razı olsun. Bu anda şu Allah'ın belgeleyen hükmü ve alakadar, yani fikrimiz nasıl alakadar meselelerini sözledim. Ben bu şu Ramazan'ın ki insanları İslam'ın ki mümisini hakiki, merdesini Allah'ın bağlı işini hakiki his kılış için Ramazan'ın yaxşı bir fırsatı yokluğunu his kılgan hayatımda. Ben mesela 1996'da 3. ayın 3'ten itibaren ben 5 namazlı okul Ramazan'ın keşfini aldık. Ramazan'ı tutup bakın. O zaman da mesela artistler mümkün. Xuda boz Ekrem Əmsə deyəndə üçün müzəkirlər yürütdük uçağımız üçün. Allah keçirsin. Ama biz Ramazan'da bir yüzümüzü tecrübe kılan ki bir tutmak adamını tutuna. Degenden ki Allah hastasından bizge bu hidayetin yolunu açtı demdi için. Hem de her kadar Burak dilimizi tutmak Allah tutmaksız bolu demdi. Kandan sahip kırılganlık, kandan kılmanganlık hayatın Ustazımız söz etti. Yeni bilsem Ramazan'da Kur'an-ı Kerim hem de şu bizim zulmetlerden, karanlıklardan yorulukka çıkan bir kitap ekenligini kayıt kılıp öttüm. Aynen boğar eken hem Ramazan'da şu Kur'an nazıl boğanlık için aslında bir kadir kıymetli bir ay boğanlık zaten ayetlerden məlum. Bunun hepimiz iman eğitimiz. Ama biz şundan turuluk biz Kur'an-ı Kerim'ninki, şimdi Allah'ınki kitabını habersiz ne olan insanlığa bağlı için. Yüzünü Müslüman değil de ama Kur'an'ın ayetlerinin Allah'ın bizge düşürüp bergen birden bir içeri şek boğulan bir kitap. Başka kitapların şek yok değil de biz Kur'an-ı Kerim'de şek yok. İşimiz zaten ayetlerden bilelim. Boşunun meğerisinden konuşup çıksa, Ramazan'ı bir fırsat kılıp baştan ayak okup çıksa. Mesela birkaç yıl boyun Enes Ali Ustazdaki yeni çıkan Kur'an mealini tercümesini ben Ramazan'da etkiyen zorlaktı yapılan hani akşamı iftardan keyin her günü şu 14 çıkıp şu bir gün 24 okuyumuz 600 necebetten Kur'an-ı Kerim diye. Bir ayda tükeydemdi şu. Şunu Uygurcasını ben Nakmeydan'dan kılıp Facebook'ta mesela okugaç başkalarının paylansında böyle kıldım. Emmesi şu 60 saat vakit ettim şu. Yani bir ömrümüzde bizimki 60 saat vaktimiz yok mu Kur'an-ı Kerim'le baştan aya okuyacağız için. Tamam bir ömrümüzde bu olmasa da bir Ramazan'da 60 saatimiz bağlı yok mu? Şunu ben tekrar tavsiye kılımın kırımdaşlarına. Ustazım bu cihetten tekrar takipleşini ümit kılımın. Şu cihetten biz biraz dümen olsun bu şu telefonla sizinle gelişip tuttuğumuz. Kırımdaşlar Ramazan, burunku Ramazan'a oluşumuzun bu Ramazan çok üzerindeki verdi kılımlar. Kur'an-ı Kerim'den tercümesini. Ben mesela bunlar bir okusun böyle. Kim İngilizce olsun böyle. Kıtaç olsun böyle. Yani özü şimdi lan çılda Kur'an-ı Kerim'den tercümesini Arapçada okusun. Oradaki tercümesini okusun. Tercümesini baştan ayağa okutuşu üzüm verdi kılsa kıyımdaşlarımız en çok sağlıklı ilişkiler düşün. Hep oylayma şunu demek için okuyoruz için. Allah sana razı olsun. Sizin mağdur rahmet. Buna doğru bir fikir. Şu
Sure Bekar nemesdimi? Şehr Ramazanellezi unzile fihil Kur'an hudel linnas ve beyinatin minel huda vel furqan degan mushu oyatning o'zidimi endi Ramazan oyida Ramazan oyiniki boshqa oyga o'xshamaydigan ro'za tutgan bir oy bo'lib qolishining sababi Qur'oni Karim tushganligi uchun. Bu qolganligini Alloh taolo bayon qilib o'tdi. Bu nayt yaxshi bir o'zi fikr bo'ldi. Özümüzni musulmon desak, to'g'ri yo'lni topamiz desak, ash Qur'onning o'zini o'qib, Qur'ondan ashunday ba'zi tushunmagan yavib qolsa, ashlarning o'zini bir qoldirib qo'yib, bir narsaga not qoldirib qo'yib, mushundaq suhbat bo'lgan vaqtda, ashu men falon yerni tushunmay qoldim men deb desa, tushuntirib qo'yamiz uni qo'limizdan kelishcha misol. Xalqimizniki ashunday qilishni men tavsiya qilaman. Bu nayt yaxshi bir ahvol. Demek ki Ramazan hakkında başka karışlarım varken ben ona bir yerde ışkaştırmayım. Çünkü bu şu programdan ilgili benim bildiğim fakatla birliğinde, birli mezhepte, birli düşünceler kendikte Şarkı Türkistan halkına aşındayken şu halkın ifadesi üstünüzden aşındak xuddi hazırga kadar Tetlimkan'ınki qirg'oqlarda dunyodan aloqasiz shaklda yashapdik. Lekin bu hozir nima bilan ushlashgandan keyin bu Qur'on markazli din tushunchasidan texmo mush Alloh va Alloh Rasulining so'zi degan shaklda ibora qilganlardan tartib Allohning kitobini tadqiq qilgan tartib hammasiga qarab boqadigan bir nima shaklni oladi bo'lgan sari. Shunga Bazen sorularını ya da ekstra soraş imimiz bo'lsa, bu ko'rilman qarindoshlarning bir izlanib o'qishni tavsiya qilib men so'may dedim. Programning vaqtini biraz kontrol qilishga bo'lgansiz tirishamiz inshaalloh. Uningdan boshqa mana shu Ramazonda mana bu taravihdan boshqa kunduzlar o'qiladigan boshqa namozlarni ham tavsiya qilgan. Yok, o Kur'an-ı Kerim'de okulan namaz zaten farz namazı var. Başka bir namaz yok. Onda namazla kadar kısmını kendine ne kıldı ondan var. Nafil namaz okuyayım dese özünün işi karşılık okusa okuversin. Lakin bu Ramazan boğanlığı için Allah Teala moşunda boruptu diyen elki Xudaniki farzi yani farzini koş yok bu yerde. Onda elki Xuda borumgan nersin bordu kılıp bunda kılış bu doğru nersemez. Okay. Ama özü xalqan bo'yicha kon chiqirib o'qiyim desa o'qiversin. Xuddi men Ramazon kelganda bunda demaga Qur'onni o'qib bir boshqa chiqay degandek bir ish bo'ldi. Ama namoz o'qiganda afzal narsa degan vaqtda namoz o'qish umum bo'l. Lekin uni Qur'onni o'qib men bu boshqa chiqay desa, u texi dinni tushunish uchun uni o'qiganlik texnik yaxshi bo'ldi. Ishkirsi vaqt chiqarsa u o'zining ishi. Lekin farz qilmaslik lazım. Farzning ustidagi yo'q narsani o'zi farz qilib, dinni qo'shmaslik lazım. Bizniki hozir javob qilamiz shu. Qur'onni zodi ashunday debdi. Bayt mana ro'za tutgan odamlar ayollarning ichida odat qilib qolganda bo'ldi degan vaqtda burun tortib odat ko'rgan ayollar oyda masalan ro'za tutmay kelayotgan ishlar bor bizniki. Lekin Qur'onda bu yo'q. Og'ir fos degan gap bor. Ama o ayol ağırlık bo'lmagan taqdir o narsaning kelishi ayollarning ağırlık bo'lganligini ifodalamaydigan gap. Agar ham yomon jiqib ketsa, u vaqtda endi 5 qey pakasa ağırlık holat kirdi, u vaqtda ayrim vaqt tutmusi bo'ldi degan gap. Buni aniq bilib olsak bo'ldi. Akmal sarf fikr deganning o'zimi o'sha Qur'on deyilgan bo'yicha ro'za tutmagan odam berdi uni. O ro'za tutmaganning jazosi bu. Ama tutkan adamlar neymemeyin ceza ödemeyin. Lekin onu hem de artıkçı verme hem de bu bir hayri ihsan kılay dese o sevap oldu. Lekin beğenmese asman böyle ziminin oturusunda roza aşında eski turdu ki töpüge örleyenmaydı ki diyenden bunda gapını kılış bu doğru nesimez diyen gap. Ve ahiru davana alhamdulillahi rabbil alemin. Bolu müşahidini kullandı olsa. Köp rahmet.
Keler hepte görüşelim inşallah. Barakallah. Aman boşlar sallallahu. Muhterem qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerga qadar bo'ldi. Ko'ngillik Ramazon ro'zasiniki farz qilinishdan tortib ruknlargacha tutilish qoidalaridan buzilib ketish ehtimollargacha to'xtalgan bo'ldik. Agar aloqador savollaringiz bo'lsa, inshaalloh inkas qismiga yozib qo'ysanglar yoki bizning aloqador WhatsApp va yoki boshqa uchurlarimiz orqali aloqalashsangiz javob berishga tirishamiz inshaalloh. Muhtaram qarindoshlar, yaxshi kunlar yoki fazilatli amallarning darsi qatlangan deb tushungan kunlar oldimizga kelyotdi. Hammalarga salomatchilik, yaxshi kunlarni tilashidan so'zimizni oxirlashtirdim. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.